urush to'g'risida gapirgan paytda ehtiyotkorroq bo'lib gapirish kerak. Hatto qo'rqibroq gapirish kerak. Yangi bir urush boshlanganda odamlarga xuddi yangi bir kino, serial boshlangandek boshqasiga olyapti-da e'tiborni. Bu o'sha urush bo'lmayotgan joylardagi odamlar uchun tomoshaga aylandi. Tomoshaga aylandi. Urush bilan bog'liq bo'lgan masalalar oddiy masala emas. Bitta suhbatda yoki qiziqqonlik bilan hal qiladigan masala emas. Bu dunyoning yagona muammosi emas-da, umum insoniyatni bir qancha boshqa muammolari ham bor. Aralashadi-da. Boshqa chora qolmayapti. Siz rus propagandasini Ko'rdingizmi? Ta'siriga Tarafdori tushgan bo'lyapsiz. Ha. Ya endi gap shundagi reallikni siz qasda tan olmayapsiz-da. Ya bu reallik emas deyin qizig'i. Nima uchun reallik emas? Reallik emas. Kim aytdi uni reallik emas deb? Menga aytingchi. O'zi urushlar mana shunaqa hissiyotlarga berishishdan, qizishishlardan boshlanadi. Urushlar aynan hissiyotli odamlarni quradi-da. Mayli siz o'zingizga pozitsiyangizda turing, oxirigacha gapimizni eshiting. Agar tarbiya masalasiga qaytmaydigan bo'lsak, urushlar haqida mana bunday suhbatlar bo'laveradi, raketalar otilaveradi, alal oqibat bir kun kelib dunyoni o'sha yo'q qilib olguncha ketadi. Assalomu alaykum. Efirda nuqtalar va men Ilyos Safarov. Insoniyat ilm-fan va texnologiyada yuksaldi, ammo o'z vujudidagi zo'ravonlik genini yenga olmadi. Bugun dunyo tinchlik haqida ko'proq gapiradi, lekin ayni vaqtda davom etayotgan urushlar bilan 3-jahon urushi ehtimoli tarixdagi eng yuqori nuqtaga yetdi. Karl Marx va Engels jumlasini biroz o'zgartirgan holda aytganda, butun dunyoda urush sharpasi kezib yuribdi. Savol tug'iladi: nega shunday? Nega insoniyat har doim tinchlikka intiladi-yu, lekin urushga tayyorlanadi? Nega insoniyat bir tomondan ilm va ilm ortidan erishgan ixtirolari bilan yulduzlarga intilmoqda-yu, biroq yurak tubida hali ham yer uchun qon to'kmoqda? Nega bugun insoniyat tafakkuri-yu harakatlari butkul urushga yo'nalgan? Nega dunyo aholisining uxlashi ham, uyg'onishi ham urush xabarlari bilan? Dasturimizning bugungi maxsus soni ko'rinishidan juda oddiy, lekin shu bilan birga javobi nihoyatda og'ir, iztirobli savollar tahliliga bag'ishlanadi. Mehmonlarimiz faylasuflar Qiyomiddin Nazarov, Viktor Alimasov va yozuvchi Ulug'bek Hamdam. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Alaykum assalom. Ustozlar, xush ko'rdik. Endi men yuqorida kirish so'zimda bugungi mavzuyimiz maxsus bir dastur bo'ladi dedimki, uni maxsusligi bugungi dasturimiz faqat bitta mavzu urushlar, ularning antologiyasi, tabiati tahliliga va urushlarni bir asl sabablarini o'rganishga bag'ishlanadi. Xush kelibsizlar. Va shu ma'noda birinchi savol: xo'sh, nima deysiz? Urush insoniyat ongining tubanlashuvi yoki jamiyat taraqqiyotining bir bosqichimi? Dastlab mana shu urushni antologik jihatdan bir tahlil qilib ko'raylik va shu ma'noda urushlarni oldini olish mumkinmi yoki u mutlaqo tabiiy bo'ladigan jarayonmi, unga aralashib bo'lmaydimi? Mana shu jarayonlarni bir tahlil qilaylik, sabablardan kelib chiqib. Qiyomiddin aka. Avvalo, urushlar bir qarashda tarixni hamrohiga o'xshaydi. Insoniyat urushlar domidan asrlar davomida chiqishni orzu qiladi, tinchlikni, barqarorlikni orzu qiladi, lekin urushlarga ro'baro bo'laveradi. Buning asl sabablari faqatgina urushni o'zini tahlil qilish bilan, ya'ni urushning boshlanishi, uni olib borilishi, amalga oshirilishi, uning natijalarini o'rganish bilangina kifoyalanish yetmaydi. Ya'ni bir qarashda urushlar ma'lum bir davrda davom etadigandek qisqa muddatli jarayondek tuyuladi, lekin agar insoniyat tarixini alohida bir tarixshunoslik nuqtai nazaridan yoki falsafiy nuqtai nazaridan ko'zdan kechiradigan bo'lsa, urushlar asrlar davomida insoniyat hayotida ro'y berib kelgan, doimiy ravishda insoniyatni tinchligini buzib kelgan jarayonlardan iborat bir to'xtovsiz jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Buni isboti, dalillari ham nihoyatda ko'p. Aynan urushlarning ming yillik tarixi va urush qurollari, harbiy sohaga ketgan xarajatlar, bu boradagi insoniyatni yo'qotishlari nuqtai nazaridan olganda, olimlar, mutaxassislar bu borada ham ko'plab dalillar va misollar to'plashgan. Masalan, keyingi 5000 yilda 15000 urush bo'lib o'tgan deyiladi.
Bu 15 ming yillik urush o'z-o'zidan bo'lmagan va mutlaq tayyorgarliksiz amalga oshirilmagan. Agar insoniyatni harbiy sohaga ketkizgan mablag'larini tarixga ma'lum bo'lgan ming yilliklar qa'ridan hisoblab chiqiladigan bo'lsa, bugungi kunda harbiy sohaga, urushlarga, harbiy amaliyotlarga, harbiylarni qo'llab-quvvatlashga, ularni mavjudligini saqlab turishga, armiyalarni masalan saqlab turishga ketgan xarajatlarni oltinga aylantirish mumkin bo'lganida edi. Unda bu oltin kamar yasab, ekvator bo'ylab yer yuzini 2 marta aylanib chiqadigan, qalinligi 10 metr, eni 100 metrlik oltin kamar bo'lgan bo'lar edi. Yer yuzida buncha oltin yo'q. İnsoniyat asrlar, ming yillar davomida mana shunday mablag'ni, mana shunday yo'qotishlarni amalga oshirganligini ko'rasiz. Bu nuqtai nazardan inson eng oliy mavjudot, eng aqlli mavjudot ekanligiga ba'zida shubha keladigan darajada bo'lib qoladi. Masalan, mana shu 5000 yilda 15 mingta urush bo'lgan deyapmiz. Agar ana shu 5000 yillikdagi urush bo'lmagan kunni hisoblansa, bor yo'g'i 270 kunni tashkil qilar ekan. 270 kun bir yil ham emas. 5000 dan biri ham emas. O'shanda ham bir yil emas. Aniqlik turli faktlar uchraydi. 270 kun, 280 kun, 300 kunga ham bormaydi-da. Demak, insoniyat muttasil urushganga o'xshab tuyuladi. Agar shu nuqtai nazardan olganda butun dunyoni larzaga solgan masalan Birinchi jahon urushini oladigan bo'lsak, Birinchi jahon urushi boshlanishi arafasida 1914-yilda insoniyat 25 milliard dollarga yaqin pulni harbiy sohaga sarfladi. Mana shu Birinchi jahon urushi 10 million odamni olib ketdi. 10 million odamni o'lib ketishiga, yo'q bo'lib ketishiga olib ketdi. Ikkinchi jahon urushi bor yo'g'i bir necha yil o'tdi xolos. 2014-yildan 2038-yilgacha 24 yil o'tdi xolos. Harbiy sohaga xarajatlar 5 martaga ko'paydi. 125 milliard dollarga yetdi. Va bu urush taxminiy hisoblarga ko'ra 60 milliondan oshiq odamni qurbon bo'lishiga olib keldi. 1700 ta shahar vayron bo'lib ketdi. 17 ming qishloq vayron bo'lib ketdi. Dunyoni 60% hududida o'lish tug'ilishdan ko'ra ko'proq bo'ldi. Xo'p, mana shu urushdan insoniyat to'g'ri xulosa chiqardimi? Undan keyin urushlar bo'lmay qoldimi? Yo'q. Urushlar doimiy ravishda turli maqsadlarning, turli muddaolarning, turli siyosiy nayranglarining va ko'pdan ko'p odamlar, armiyalarining to'qnashuvidan hosil bo'ladigan jarayon. Bu jarayon bir kunda urush boshlangan kuniyoq hosil bo'lib qolmaydi. Balki urushlarni kelib chiqish sabablari, ularni o'sha mana ontologiyasi deyapsiz, ontologik sabablari, ya'ni insonni o'zini ruhiyati bilan, insonni ongi, tafakkuri bilan, insonni o'zini bu dunyodagi noshukrlik deymizmi yoki dunyodagi erishgan natijalaridan qoniqmaslik deymizmi, yana ham ko'proq joylarni, yana ham ko'proq narsalarni, yana ham ko'proq o'ziga nisbatan qulay shart-sharoitlarni egallash uchun jang deymizmi, mana shu jarayon doimiy ravishda insoniyatning yo'ldoshi bo'lib kelyapti. Insoniyat qanchadan qancha aqlli konsepsiyalarni yaratdi, aqlli nazariyalarni yaratdi, qanchadan qancha alomalar yashab o'tdilar. Urushga qarshi qanchadan qancha ko'plab kitoblar yozildi, asarlar yozildi, kinolar yozildi, ishlab chiqildi. Lekin bu insoniyatni to'liq tinchlik yo'liga boshlay olgani yo'q. Asrlar davomida shunday bo'lib kelyapti. Bu nuqtai nazardan olganda insoniyatning aqllilik darajasi urushlar bilan sindirilib kelyapti. Urushlar bilan yo'q qilinib kelyapti. Mana shu nuqtai nazardan olganda butun dunyoni aholisini shunday bir nima bor, sotsiologlarda bir hazil bor. Agar butun dunyoni aholisini bitta-bittadan so'rab chiqsangiz, urushni xohlaysanmi desangiz, yo'q deydi. Lekin dunyo aholisini ko'pchiligi urushga tortilgan jarayonda u yoki bu tomondan turib urushadi. Hozirgacha o'sha birinchi o'qyoy, birinchi nayza yaratilgan davrdan hozirgacha ishlab chiqilgan, endi odam ishtirok qilmasa ham urushlar darajasi bemalol amalga oshiriladigan davrga yetguncha bo'lgan qurollarni barchasi
birorta boshqa jonzotga qaratilmagan aslida. Insonni o'ziga qaratilgan. Urush qurollarining asosiy nishoni bu odam zoti. Dunyoda boshqa birorta jonzot yo'q. O'ziga, o'zini qavmiga qarshi qurollarni ishlab chiqaradigan boshqa jonzot yo'q. Buni rejalashtiradigan boshqa jonzot ham yo'q. Demak, shu nuqtai nazardan olganda birorta jonzot o'zini qavmini yemaydi. O'zini qavmiga qarshi urush e'lon qilmaydi. Odam zotida mana shu xususiyat saqlanib kelyapti. Bu xususiyat yaratgan tomonidan berilganmi yoki insoniyat yerga tushganidan keyin bir-biri bilan jangu jadallarga ketganmi? Hali bu masala ham atroflicha tahlil qilingani va hammani rozi qiladigan, hamma tan oladigan umumiy haqiqatlar, umumiy asoslar, umumiy xulosalar yo'q. Viktor aka hozir Qiyomdin aka oxirgi fikrida bitta narsani aytdi-da, insoniyatning tabiatida bor deganga o'xshash fikrni aytdi. Freyd nazariyasida, men savol misol boshqacharoq shaklda beraman. Freyd nazariyasiga ko'ra, urushlar inson tafakkuridagi o'lim instinkti bilan bog'liq. Yoki mana siz ko'p o'rgangansiz, intervyularda, fikrlardan ko'p iqtiboslar keltirasiz. Marks ta'limoti bo'yicha urushlarning asosida bu iqtisodiy manfaatlar, sinfiy to'qnashuvlar yotadi. Yoki ba'zi sotsiolog va tarixchilar urushlarni sabablarini butkul diniy motivlar bilan bog'laydi. Shu ma'noda urushni asl ildizlari sizningcha ham inson tabiatida yotadimi yoki u ijtimoiy tuzumlarning natijasimi? Olimlar juda qiziqarli bitta sinov o'tkazishganda odamning miyasida qancha tochka bor, nuqta bor. Mana shu nuqtalarning vajohati qaysi nuqta? Qahri qaysi nuqtada? Undagi muloyimlik belgisini ko'rsatuvchi xatti harakatlar nuqtalari qaysi ekanligini o'lchab ko'rishgan, sinab ko'rishganda haqiqatan ham qahr ajoyib o'zini bir haligi nuqtasi borligini, belgilasini borligini ko'rsatgan. Vajohat qandaydir bir miya odamning miyasida nuqta borligini ko'rsatgan. Lekin mehrga nuqta topisha olmagan. Ko'rdingizmi? Agarda shu mana shu tadqiqot natijasidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu insonning miyasida haqiqatan ham vajohat, urush yoki bo'lmasa biz aytayotgan mana bu fojialarning asosiy yashiringan degan xulosa kelib chiqadi. Bu nihoyatda fojiali. Endi ikkinchisi ontologik mohiyati to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, ibtidoiy davr 200 million, 300 million yil davom etgan. Mana shu million yillarning ichida bir-birini qiyomatda aytgandek qavmini qirib yuborish sezilmaydi, kuzatilmaydi. Insonni tur sifatida bir-birini yo'qotish qaqras instinkt u yerda namoyon bo'lmaydi. 6000 yilning ichida, 6000 yil ichida, keyin sivilizatsiyaga o'tgandan keyin 6000 yil bo'ldi deyapti hozir. Mana shu 6000 yilning ichida haqiqatan ham 15,5 mingdan ziyod urush bo'lgan. Shundan 6000 yilning ichida 292 yilgina urush bo'lmagan ekan xolos. 15 ming deganingiz ham katta urushlar, to'g'rimi? Mayda-chuyda hisoblangani yo'q. Katta urushlar. Hisobga olingan. Hisob kitobni qilgan paytda 15,5 mingdan ziyodroq urush bo'lgani. Bu paytda 3,5 milliard odamlar qirilib ketgan. Demak, mana shu haligi Qiyometdinning aytgan fikrini tasdiqlovchi olimlarning qaqras haligi nimasi eksperimenti ham demak insonni qaqas miyasida, qonida urushga bo'lgan moyillik bor degan fikrni keltirib chiqaradi. Bu nimani fikri emas. Haligi Freydning fikri emas, yoki bo'lmasa boshqa bir haligi Clausiusning fikri emas, yoki bo'lmasa Otto Bismarckning fikri emas. Bu qaqas psixologlarning qaqas o'tkazgan tadqiqotining natijasi. Shuning uchun biz urushlar olamida yashashga majburmiz. Ulug'bek aka, hozir mana faylasuflarimizdan mana shunday fikr eshitdik va bir-biriga ham o'xshash ham farqli jihatlarni bir keltirib o'tdi. Endi yozuvchilar ham baribir adabiyot bilan inson qalbiga murojaat qilar ekan, urushlar haqida ko'p asarlar yozar ekan, urushni qoralab asarlar yozilar ekan. Endi bunaqa asarlar ko'p, jahon adabiyotida ham, o'zbek adabiyotida ham, sizda ham jumladan va shu ma'noda urushlarni tabiati borasida, kelib chiqishi borasida yozuvchilarda fikr qanday? Bundan sizda. Endi mana ustozlarni eshitib turibman, sababi qayerda? Ular aytishdi mana sabablarini. Endi o'sha adabiyot nuqtai nazaridan,
adabiyot markaziga olgan o'sha axloq kategoriyasi nuqtai nazaridan o'sha qaraydigan Adab bo'lsak, kategoriyasi. qaraydigan bo'lsak, shu nafsga borib taqalyapti-da. Shu insonni nafsiga borib taqalyapti. Nafs ham turlicha bo'ladi, bilasizlar, o'sha tasavvufda bir qancha haligi tasniflari bor. Uni shulardan o'sha nafsi ammora, eng ulug' nafs, eng katta nafs. Mana shuni me'yorlashtirish bilan bog'liq. Ya'ni ustozlarning gaplariga borib taqalyaptiki, baribir ildiz insonni o'zini tabiati bilan bog'liq. Masalan, o'sha mana psixologlar, psixoanalitiklar haqida gap bo'ldi hozir. Haligi hayotga muhabbat, o'limga muhabbat degan tushunchalarni masalan Erich Fromm o'sha Dusha человека, inson qalbi degan kitobida juda yaxshi tahlil qiladi. Nekrofiliya, biofiliya degan. Biofiliya hayotga muhabbat, nekrofiliya o'limga muhabbat. Ya'ni bularda hammasi o'zi insonning o'zi tabiatida bor, insonning mohiyatida bor, asosida bor degandek gaplar aytilyapti o'sha yerda. Ya'ni o'limga muhabbat, har qanday yovuzlikni, har qanday o'limga olib boradigan, har qanday buzg'unchilikni yaxshi ko'radigan tabiati ham bor inson. Bundan haligi nima deydi? Haligi Abdulla aka aytganidek, koinot gultoji insondir azal, undadir eng oliy tafakkur amal, hattoki tubanlik ichra ham tanho, yo falak ijoding muncha mukammal deydi. Ko'ryapsizmi? Tafakkurda cho'qqisi ham sensan. Eng yuqoridagi mavjudot ham sensan. Ayni paytda eng tuban ketuvchi ham sensan deyapti. Mana shu yerda ham, mana shu 4 qatorli to'rtlikda ham inson tabiati shundan mujassam bo'lgan. Yoki bo'lmasam o'sha diniy bitiklarga murojaat qiladigan bo'lsak ham, u yerda insonni bir yelkasida Rahmon, bir yelkasida shayton o'tirish haqida fikrlar bor. Demak, bularda hammasi nimani ko'rsatyapti? Insonni tabiati o'zida shunday moyillik bor. Mana haligi ijtimoiy sivilizatsiyani o'zi keyin mana keltirib chiqaradimi? Bu yovuzlikda deyapsiz. Albatta, avvalambor tabiatda bor, mohiyatda bor va bu keyin o'sha ijtimoiy hayotda, ijtimoiy siyosiy hayotda o'zini namoyon qildi. Agar o'zini tabiatida bo'lmaganda edi, o'zini namoyon qilmagan bo'lardi. Shuning uchun ildizda bor. Hamma gap mana shu ildizni qanday qilib ildizga ta'sir qilish haqida suhbatlashsak yana ham yaxshi bo'ladi. Chunki urushlarni oldini olmasa, mana hozir ko'ryapmiz, hozir urushlar ko'payib ketyapti. 3-jahon urushiga aylanib ketish ehtimoli bor deyilyapti. Juda ko'p shunday prognozlar, boshqalar bor. Bu prognozlarda haqiqat bor, ko'rinib turibdi. Lekin hammasi kim qancha odam o'ldirdi, qancha raketa otdi, nima bo'ldi, qanday bo'ldi, kimda yadro quroli bor, kimda yo'q, necha metr chuqurlikda qazilgan. Bular hammasi urush boshlangandagi keyingi ma'lumotlar. Aslida inson bularni keltirib chiqargan sabablar haqida gaplashishimiz kerakki, men o'ylaymanki, shuning uchun ham bizni to'plagansiz. Bugungi maqsadim shu. Nimada hozir nimani gapini davom ettirmoqchi edim Ulug'bekni. Qiyometdinni boshlaganidan suhbatni boshlashida muloyimlik, bosiqlik, ehtiyotkorlik haqida haligi yondashuv sezildi. O'zi urush to'g'risida gapirgan paytda ehtiyotkorroq bo'lib gapirish kerak. Hatto qo'rqibroq gapirish kerak. Nima uchun uni negizida qolgan taboqlik yotadi. Bir-birini umrini qisqartirish yotadi. Uni boshqalarni irodasini boshqaga zo'rlab singdirish yotadi. Shuning uchun bu to'g'rida sal ushlanib bularga urush umuman ta'sir qilmabdi. Urush haqida shunday sovuqqonlik bilan gapiryapti. Bularning qalbi bormikin demasin tomoshabin keyin. Yo'q, endi meni haligi fikrim shunaqangi, bunaqa narsalar to'g'risida haligi ehtiros bilan gapirib bo'lmaydi. Undan keyin bir haligi mehr bilan gapirib bo'ladigan narsa emas-da. Nima uchun deganda urushni tagidagi narsa haligi nima deydi, insoniyatni kirish, bir-birini o'ldirish, bir-birini taboqlik, vayronkorlik g'oyasi yotadi-da. Mana shu vayronkorlik g'oyasi o'z navbatda odamni nimadan shu mavzudan uzoqlashtirib turadi, yiroqlashtiradi. Yiroqlashtirgani ma'qul. Ming afsuski biz undan yiroqlasha olmayapmiz. Nima uchun deganda urush bizning realligimiz. Realligimiz bo'lib qoladi. Bizning tilaklarimiz reallikdan kelib chiqqan emas. Biz istagimizdan kelib chiqib reallikni shakllantirishga harakat qiladigan odamlarmiz. Lekin reallik bizni ketidan ergashtirishga olib nemis siyosiy arbobi Clausewitz urushlar to'g'risidagi mashhur olimlardan biri hisoblanadi, Viktor aka bilasiz. Shu Clausewitzning bir fikri bor,
keyinchalik ham ko'p takrorlangan fikr, bizni mamlakatimizda ham takrorlangan fikr bu odam zotini yaratilishini o'zidanoq buzg'unchilik kayfiyati, buzg'unchilik instinkti bor. Mana shu hozirgi Viktor akani gapida o'sha buzg'unchilik instinktini, ya'ni vayronkorlik instinktini qo'zg'ab yuborishdan ehtiyot bo'lish kerak. Har qanday urushni tagida ana shu instinkt yotadi. Agar shu instinkt bo'lmaganida edi, ya'ni inson o'zi uchun yaratilgan, o'zini imkoniyatlari darajasidagi holat bilan, ya'ni mavjud holati bilan kelisha olganida edi, unga shukr qilganida edi, jannatdan quvilmagan bo'lar edi. Mana shu instinkt, mana shu buzg'unchilik instinkti hatto yaratganni o'zini irodasidan chiqib ketishga olib keldi va jazolandi degan bir fikri bor. Va shundan boshlaydi Clausius, shundan boshlaydi va eng qizig'i shundaki, bilasizmi Kamoliddin? Bu Clausiusning fikri emas. Balki undan oldinroq. Gegelning fikri. Mumkin. Ikkalasi ham nemis-ku. Hozir Viktor aka, ikkalasi ham nemis-ku. Gegelda o'sha ruh fenomenologiyasida ham, davlatda ham bu bor. Lekin men sof urush nuqtai nazaridan Clausius mavzuyimizga yaqinroq bo'lganligi uchun hatto Bismarck ikkalasini yaqinlashtirsangiz kakasi bir-birini to'lg'azadi. Lekin Gegel sal ulardan oldinroq o'tgan. Gegel ulardan oldin edi Prus monarxiyasini paydo bo'layotgan o'sha 19-asrda boshi-ku Gegel, bular 19-asrning o'rtasi. Hozir mana shu nuqtai nazardan olganda Clausius aytadiki, har qanday urushni boshlanishida deydi, mana shu tuyg'u ustuvorlikka erishadi deydi. Ya'ni nafaqat u odam zotini hammasini nazarda tutadi, balki shularni ifodalaydigan siyosatchilarni, urushni boshlaydigan, ularni rejalashtiradigan olimlarni va sarkardalarni nazarda tutadi. Bu kishilarda deydi, o'sha yaratgan tomonidan ko'proq berilgan shu narsa deydi. Shu instinkt ko'proq berilgan deydi. Shunday lashkarboshlar borki, ular urushib to'ymaydi deydi, to'xtamaydi deydi. Butun umri davomida to'xtamaydi deydi. Masalan, Aleksandr Makedonskiy, ya'ni makedoniyalik Iskandarni misol qilib keltiradi. Shu misol qilib keltirganida aytadiki, Iskandar juda katta hududni egalladi. Har bir egallagan hududida shu bilan kifoyalanishi mumkin edi deydi. Shu bilan kifoyalanishi mumkin edi, lekin uni mana shu instinkt doimiy ravishda boshqa joylarga boshlab bordi. Boya nafs dedi-ku Ulug'bek aka, bu shon shuhrat ham nafsning ichidagi bir nima yo'nalish, shu haqiqatan nafs ham buni sababchisimi deymanda, tabiatda yotadi dedik-ku. Endi bizlar urushlarni tarixi haqida ham gapirdik, mana juda ko'p urushlar bo'lgan dedik. Shu ma'noda bugungi global urushlar avvalgilardan nimasi bilan farq qiladi? Mafkura yo manfaatlar chizig'i o'zgardimi? Solishtirganda. Avvalo urushlar eng qadimgi urushlar bilan hozirgi urushlar miqyosi bilan farq qiladi va shu urushlarda qatnashayotganlarning imkoniyatlari bilan farq qiladi. Masalan, Chingizxon olib borgan urush bu Mo'g'ulistondan toki Kalka daryosigacha davom etdi. 6 yilda Chingizxon bir necha ming kilometrlik joyni egalladi. Masalan, juda ham katta imperiya tuzdi. Lekin u butun dunyoni bosib ola olmasdi. U to'g'risidagi uni olib borgan urushlari haqida o'sha paytda Avstraliyada hech kim bilmagan bo'lishi mumkin. Yoki Amerikada mutlaqo hech kim xabardor bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bugungi kunda butun dunyoni o'zi urush qurollari, yadro, atom, vodorod qurollarini ustida, porx bochkasini ustida turgan dunyoga o'xshaydi-da. Hatto bugungi yaratilgan qurollar bilan yer yuzini 4 marta yo'q qilib tashlashga qodir deyishadi. 1973-yilda bir-biriga qarama-qarshi bilasiz, ikkita davlat bor edi, sovuq urush jarayoni ketayotgan edi. O'sha paytlarda ham 3-jahon urushi boshlanib qolsa nima bo'ladi degan savollar turar edi. Mana shu sababdan ulkan bir qarama-qarshilikning bir tomonidagi davlat o'zining eng dunyodagi mashhur razvedkasiga shunday savol qo'ydi. Agar biz 2-jahon, 3-jahon urushini boshlasak va bizni raqibimiz 2 soat davomida esankirab bizga javob bera olmay qolsa, biz yer usti, yer osti, suv usti, suv osti, havodagi hamma qurollarimiz bilan uni va uni ittifoqchilarini o'qqa tutsak, biz g'alaba qozonamizmi? Bizga ziyon yetmaydimi degan savol qo'ydi. Bu savol oddiy savolga o'xshab tuyuladi, lekin o'sha dunyodagi eng mashhur razvedka tashkiloti 3 yil o'rgangandan keyin javob berdi. Ha, biz yutib chiqamiz.
2 soatda uni yo'q qilib yuboramiz. Lekin mana shu 2 soat davomida yer yuzi 12 marta o'z o'qi atrofidan chiqib ketadi. 14 marta yerda hayot yo'q bo'lib ketadi. Lekin o'shanda ham o'sha la'nati bizning raqibimiz bo'lgan mamlakat va uning ittifoqchilarini yer usti, yer osti, suv usti, suv osti va havodagi 3% qurol saqlanib qoladi xolos. Ammo mana shu qurol ham bizning mamlakatimizni 6 marta yo'q qilib yuborishga yetadi deydi. Demak, bundan 50 yil oldingi to'plangan qurol aslohalar, arsenallar, vodorod bombalari, atom, yadro qurollarini umumiy hajmi agar oladigan bo'lsak va ularni umumiy quvvatini oladigan bo'lsak, bundan 50 yil oldin ham yer yuzini o'z o'qi atrofidan bir necha marta chiqarib yuborishga, insoniyatni mutlaqo yo'q qilib tashlashga yetadigan qurollar bor edi. Ana o'shandan keyingina ikkala davlatni rahbarlari shartnomalar tuzishga o'tirishdi. O'sha uzoqqa otiladigan, yaqinga otiladigan yoki ballistik raketalar yoki yadro quvvati, dunyoning qancha mamlakatiga yadro qurollari tarqatilishi, yadrosiz dunyoni rivojlantirish shakllantirish uchun nimalar qilish kerakligi haqidagi shartnomalar yo'llar bejiz o'tirmadi. Chunki urush aqlsizlik ekanligi tushunib qolindi. Ulug'bek aka, siz endi zamonaviy jarayonlarni, global jarayonlarni kuzatib borib, ularga faol fikr bildirib keladigan yozuvchilardansiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham fikrlaringizni doim o'qib kuzatib boraman va sizningcha bugungi global urushlarni avvalgilardan farqi nimadayu va bulardagi mafkura va manfaatlar chizig'i qanchalik o'zgardi? Xavflilik darajasi bir necha ming marta oshdi bugungi kunda. Urushlarda xavflilik darajasi. Va bilasizmi, hozir mana ilgari mana Chingizxon eslandi, Aleksandr Makedonskiy eslandi, Amir Temur bor mana bizda. O'sha bular olib borgan janglarda ikkita askar bir-biriga qarama-qarshi kelgan. Bir-biriga qilich solgan, nayza urgan. Va birini jarohatlaganda uni og'rig'ini bu askar, g'olib kelayotgan askar ko'rgan, his qilgan. Inson sifatida uni iztiroblarini ko'rgan. Va bu nimalar, azoblar uni vijdon azobiga aylangan. Ko'pgina holatlar. Shuning uchun urushga borgan odamlar ahvolini bilamiz, psixologik holatlarini bilamiz. Masalan, o'sha bizda Afg'on urushini ko'rganlardan biri Abdug'ofir Iskandar urush haqida yozdi yoki Qo'chqor Norqobil yuzlab hikoyalar yozdi. Bugungi kunda eng faol hikoyanislardan biri. Dahshatli manzaralarni tasvirlaydi. Hozir ko'rilmayapti. Hozir bitta knopkani, nuqtani bosyapsiz, tugmani bosyapsiz. U yoqdagi million yoki minglab deylik, yuzlab, minglab odamlar voqlarini ko'rmayapti. Tugmani bosayotgan odam ko'rmayapti. Tushunyapsizmi? Bu xavflilik darajasini cheksiz marta oshiradi. Bu haligi hissizlik darajasini cheksiz marta orttiradi. Mana o'sha o'z vaqtida haqiqatdan to'qnashgan qo'shinlar mana shu jarohatlarni ko'rib, mana shu og'riqlarni his qilib, hatto urushmaymiz deb orqaga qaytgan, shunday holatlar lashkarboshiga bo'ysunmagan paytlarini ham o'qiganmiz. Bo'lgan bunday narsalar bo'lgan. Masalan, o'sha urush va tinchlikda Lev Tolstoyni romanini olaylik. Mana o'sha kuni kecha mana bu yerdagi Isroil va Eron urushi boshlangandan beri ikkita post qo'ydim va bitta she'r yozdim shu. Chunki tinimsiz shu jarayonda ichida yashayapmiz. Bundan mana Viktor aka haligi sovuqqonlik bilan gapirish kerak deyilyapti. Muhimi pozitsiyada, aytilayotgan fikrda. Va eng dahshatlisi, men fikringizni to'xtatib qo'ying, uzr so'rayman. Va eng dahshatlisi mana shimolda katta bir frontda urush ketyapti. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan katta bir bosqinchilik urushi ketyapti va bu yerda juda og'riqli katta bir urush ketyapti-da, yangi bir urush boshlanganda odamlarga xuddi yangi bir kino, serial boshlanganday boshqasiga olyapti-da e'tiborni. Bu o'sha urush bo'lmayotgan joylardagi odamlar uchun shuni tomoshaga aylandi. Chunki mana o'sha Isroilga borib tushayotgan bombada ham bu yerda gol bo'ldi deb qarsak urib, bu odamlar mana shunday holatga keltirildi. Urush holati, doimiy urush odamlarni urushga mana shunday hissizlarcha sovuqqonlik bilan qarashni olib keldi. Bu aslida bunday bo'lmasligi kerak. Inson aslida bunga hissiz qarab tura olmasligi kerak. Masalan, o'sha so'zim bo'lindi, nimada urush va tinchlikda. Lev Tolstoyda o'sha qahramonlar. Bu o'sha rus askari, bu fransuz askari bilan urushyapti, bilasiz. 1812-yildagi urushlar.
voqeasi tilga olingan. Menga nima qildi bu askar deydi. Nima yomonlik qildi deydi. Nima uchun men uni o'ldirishim kerak deydi. Nima uchun o'ldirishim kerak? Haqiqatda ham meni arpamni xom o'rdimi? Mulkimni tortib oldimi? Yoki ayolimga tajovuz qildimi? Qizimga tajovuz qildimi? Nima qildi ular? Nima uchun o'ldirishim kerak? Va mana shu g'oya rivojlanib Hemingway'da Alvido qurolida rivojlantiriladi. Mana shu Tolstoy qo'ygan mana shu g'oya rivojlantiriladi. Ular bekorga Tolstoyni ustozim demaydi ular. Va rivojlantirib o'sha Alvido qurolda oddiy odamlar uchun do'zax azobi bo'layotgan narsa urushni keltirib chiqarayotgan odamlar uchun pul topish bozori ekanligini, urushlar pul topish bozori ekanligiga urg'u beradi. Va keyinchalik o'sha chiqqan materiallardan men o'sha manfaatlarga to'g'ri kelmaydi. Keyinchalik o'sha Hemingway o'zi umri davomida keyincha shu romanni yozgandan keyin ta'qib qilinganligi haqida ko'p aytadi. Juda ko'p yozadi. Hech kim ishonmaydi, meni ta'qib qilishyapti deydi. Va mana shu ta'qibdan va keyin yozolmay qolish nimasidan, azobidan iztirob chekib, Hemingwayda sekin asta ruhiy muammolar boshlanadi. Aqli zaifga chiqarishadi uni. Aqli zaifga chiqaradi, ishonishmaydi, boshqa qilishmaydi. Lekin Hemingway o'lib ketgandan keyin hozir o'sha ko'pgina materiallar o'sha internetda ham bor bu haqida haqiqatan ham Hemingway ta'qib qilinganligi. Va nima uchun? Chunki u o'sha qurol aslaha sotuvchilarga qarshi o'sha romanida stop deganida, to'xta deganida. Bu so'z bilan o'sha bu faqatgina shularni boyishiga xizmat qilayotgan. Urushlar o'sha bu yoqda oddiy odamlar o'lib ketaveradi, uni ortida karchalonlar, qurol aslaha sotuvchilari boyib boradi va bular uchun o'sha urushlar bozor maydoni ekanligi haqida urg'u beradi. Bu narsalar yoki bo'lmasa mana modomiki o'sha asarlarga kirdik, Chingiz Aytmatovni asrni qaritgan kun romani. Ana shu yerda o'sha Qozog'istonda olib borilayotgan bomba sinovlari. Bomba portlaydi sekin, bomba portlab tutuni xuddi haligi bundoq yoyiladida qalpoqqa o'xshab qoladi. U qalpoq nima edi? Nimani jo'lamonni manqurtga aylantirgan tuyani terisidan tikilgan qalpoq edi. Va o'sha qalpoqni kiydirib qo'yganda issiqni ta'sirida, quyoshning tig'ida u sekin-sekin iztirob bo'lib, uni kallasini siqadi va natijada ichkariga qarab o'sadi va natijada u aqldan mosuvo bo'ladi va alal oqibatda onasiga o'q otadi. Ya'ni u manqurt bo'ldi. Bu onasiga o'q otish, o'tmishga o'q otish, avlodlarga o'q otish edi. Endi xuddi mana shu nimani bomba portlagandagi o'sha tutunni, qora tutunni o'sha tuyani terisidan tikilgan qalpoqqa o'xshatiladi. Nima deyapti? Qurollanish poygasi alal oqibatda butun dunyoni, insoniyatni manqurtga, zombiga aylantiryapti deyapti. Mana adabiyot o'zini badiiy so'zi bilan bunga javobni berdi. Faqat buni o'qib xulosa chiqaradiganlar qani? Ulug'bek aytgan hozirgi fikrda falsafiy asosi ham bor. Haqiqatda urush nuqtai nazaridan mana hozir savol qo'ydingiz. Oldingi urushlardan hozirgi urushlarning farqi haqidagi mana shu fikr. Tolstoyda yana bitta lavha bor, esingizda bo'lsa, o'layotgan soldat nima haqida o'ylaydi deydi. U Rossiyani buyukligi, ulug'vor maqsadlar haqida o'ylaydimi yo'q deydi. U o'zini haligi jonini fido bo'lib, xazon bo'layotgani, yoshgina xazon bo'layotganini, o'zini o'sha mahbubasi qishlog'ida qolib ketayotganini, ota-onasi osmon haqida o'ylaydi ekanligini deydi, o'ylaydi. Endi umuman olganda hozir shuning uchun ham bitta nimada bir fikr qo'shib ketaman. Men siyosatchilarni, urush boshlaydigan siyosatchilarni farzandini urushga borib qo'ying, urush bir kunda, bir soatda tugaydi degan gaplar ham borda. Shu nuqtai nazardan olganda umuman Tolstoydan boshladilar. Nafaqat Tolstoy, haqiqatda ham Hemingway ham, Chingiz Aytmatovni bu asarlari ham o'zi urushga qarshi nidolarda, yozuvchini nidolari. Endi yana bir farqi bor. Qadimgi urushlardan hozirgi urushlarning yana bir farqi bor. Metodologik ma'noda farq qilmaydi, lekin miqyos ma'nosida farq qiladi. Ya'ni axborot va axborot texnologiyalarini urushlar davridagi urushni keltirib chiqarish, urushni amalga oshirish, urushni natijalaridan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda axborot texnologiyalarining roli 1000 marta oshib ketdi deyish mumkin. Ilgarigi davrlarda balki Chingizxon o'sha o'tirorni bosib olib,
Xorazm shohning qaynog'asi O'tirarning hokimi Inolchiqni qulog'iga kuydirib qaynatilgan kumush quyib yuborilganligi haqidagi haligi shafqatsiz ekan degan fikr 3 oyda Xorazmga yetib kelgandir yoki necha kundadir yetib kelgandir. Hozir urushga tayyorgarlik haqidagi yoki ma'lum bir harbiy harakat haqidagi fikrlar yashin tezligida tarqaladi. Juda ham katta axborot resurslari bunga jalb qilinadi. Katta mablag'lar tashlanadi. Ana shu mablag'lar, resurslar shunchalik urushga nisbatan qadamni oqlaydiki, go'yoki bu urush kerakday, zarurday, butun dunyoga haligi foyda keltirayotganday, ya'ni tikan emas, gul sifatida taqdim etiladi. Xuddi hozirgi Ulug'bek aytgandek, insonning miyasini falajlantiradi. Ko'pdan ko'p tarafdorlarni hosil qiladi. Shuni qilmasa bo'lmas ekan. Qarang, mana shunday deb yozishyapti, shunday deb she'r o'qishyapti, shunday deb intervyu berishyapti, shunday deb radio aytyapti, shunday deb televideniya aytyapti, gazeta aytyapti, ijtimoiy tarmoqlar aytyapti deb juda katta oqim shunga birlashadi. Ayniqsa hali tajribasi yo'q yoshlar urush tarafdorlariga aylanib qoladi juda ham ko'plari. Mana shu nuqtai nazardan, ya'ni axborot texnologiyalari, axborotning imkoniyatlaridan foydalanish darajasi nihoyatda ortib ketdi. Bu urushlarni keltirib chiqaruvchi yoki urushlar bilan hamohang bo'lgan sabablar, lekin nega urush qilinadi o'zi? Qarshi dushmanni faqat o'ldirish uchunmi? Yo'q. Urushlarning maqsadlari ham bor-da. Men nazarimda mana shu maqsadlar haqida ham alohida bir fikr yuritsak yomon bo'lmasdi. Ya'ni mafkura va manfaatlar haqida dedik. Viktor aka, bugungi mana global urushlar deyapmiz, endi bu yerda nafaqat Ukrainadagi urushlar, G'azodagi insoniyatga qarshi qirg'inbarotlar yoki mana yaqindagina boshlangan 10 kun bo'ldimi, 9 kun bo'ldimi, Eronda bo'layotgan harakatlar, Eron va Isroilni bir-biriga qarshi otayotgan raketalar va yoki bu urushga AQShni qo'shilishi, bir mustaqil bir davlatga, suveren bir davlatni hududiga bostirib kirib bomba tashlashi, mana shu global harakatlar. Avvalgi urushlar bilan manfaatlar yoki mafkura masalasida chizig'i bilan farq o'zgardimi, munosabatlar o'zgardimi degan savolni tahlil qilyapmiz. Sizning fikringiz? Urushning mohiyati o'zgargani yo'q. Urushning vositalari va texnologiyasi o'zgardi. Vositalardan bilasiz, tankalar, raketalar yoki bo'lmasa atom bombasi va kazalar. Demak, mana bu narsalar o'zgardi. Urushning tagida har doim siyosat yotgan. Klauzevskiy fikr aytadi, vayna yeti politika. Demak, haligi siyosatning faqat urush siyosatining davomidir. Davomi. Demak, agarda haqiqatan ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, qaysi siyosat yatayapti degan savolga javob izlashga to'g'ri keladi. Hozir mana Ukrainani esga oldik. Buni esga olmaslik mumkin emas edi. Albatta. Mana bu davramizdagi gap so'zlar biraligi mavhumroq bo'lib qolar edi. Biz albatta shu mavzuga qaytishimiz shart edi. Endi shu o'rinda bitta misol keltiraman. Rossiyaning Ukrainaga qanday manfaatdorligi bor edi? Agarda biz manfaatlar to'g'risida, manfaatlar qarama-qarshiligi to'g'risida, aynan manfaatlar qarama-qarshiligi urushni keltirib chiqaradi degan fikrga boradigan bo'lsak, mana bu urushda Rossiyaning Ukrainadan manfaatdorligi nimada edi degan savol paydo bo'ladi. Meni fikrimcha, bu yerda ozgina o'ylab ko'rish kerak. Nima uchun dedi, ikki millat bir-biriga yaqin. Oldingi haligi Kiyev Rusi deyilgan. U Rossiyani kakras nimasi, haligi nima deydi, hududi, davlati desak ham bo'ladi. Putin ham 1-2-3 marta bu to'g'rida gapirdi. Endi qarang, 2014-yilda davlat xuntasi haligi to'ntarishi bo'lgandan keyin Rossiya Yevropa mamlakatlariga, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga 170 marta petitsiya yuboradi. Mana shu odamlar o'ldirilyapti. Rus xalqi mana shu yerda taptalayapti. Tili qaqrasaligi nima qilinyapti, taqiqlanyapti. Shularga qarshi chora ko'rish kerak Ukraina degan 170 marta qarang. Lekin birortasi biror matbuotda bu narsani nima qilmaydi, e'lon qilmaydi. Nima uchun e'lon qilmaydi? Nima uchun dedi, ularning siyosati butunlay boshqacha edi-da. Ularning siyosati Rossiyani yo'q qilish. Kuchaytirish, kuchsizlantirish. Bu fikringiz bilan endi hozir bosqinni yoqlab qo'yyapsiz-da, Viktor aka?
Yo, siz oxirigacha eshiting gapimni. Endi qarab turing. 170 marta haligi nima qilyapti? Petitsiya yuboryapti. Mana shular to'g'risida haligi zarur chora tadbirlar ko'rish kerak. Xalqaro miqyosida. Lekin hech kim bu to'g'risida nima qilmayapti? Indamayapti. Jimgina. Endi Rossiya o'zini qarab turing. Fikrlar Qozog'istonga, O'zbekistonga ham bo'lyapti-da hozir Rossiya tomonidan. To'xtab turing uka. Qaqras haligi Donetsk, lekin Lugansk viloyatda 80% oshiq aholi faqat ruslar yashaydi. Agarda shuni bo'ladigan bo'lsa, shular hammasi Kremlga murojaat qilyapti. Bizni himoya qiling deb. Nima uchun aralashmasi kerak? Mana aytingchi, nima uchun aralashmaydi? Rus xalqini himoya qilyapti bu yerda. Aralashadi-da. Boshqa chora qolmayapti. Siz rus propagandasini ta'siriga tushyapsiz. Ya endi gap shundagi reallikni siz qaqrasa tan olmayapsiz-da. Ya bu reallik emas endi qizlar. Nima uchun reallik emas? Reallik emas. Kim aytdi uni reallik emas deb? Menga aytingchi. Nima uchun dedi sizni qo'shningiz sizni bir mustaqil davlat o'zini ichki siyosatini mustaqil hal qilish huquqi bor-ku. Bolalaringizga o'zining tilida gapirishga ruxsat bermasa, sizni bog'chaga olib borishingizga ruxsat bermasa, noningizni qo'lingizdan tortib oladigan bo'lsa, uyingizni portlasa, siz nima qarab o'tirasizmi? Har bitta ichki masala Rossiyani qo'sh qovog'i bilan bo'lish kerakmi? Nima uchun uni qo'sh qovoq bo'ladi? U qaqas o'zini xalqini himoya qilyapti, o'zini millatini himoya qilyapti. Agarda qaqasni Amerikada birorta o'zbek haligi nima deydi? Birorta guruhlar tomonidan zo'rlanadigan bo'lsa, o'zbek davlati nima qarab turish kerak. Gruziyada bo'lganmidi mana shunaqa? Estoniyada bo'lganmidi mana shunaqa holatlar? Rossiyaning siyosati-ku bu. Menga qarang, u hali siz u yoqdagilarni faqat millatchi ekanligini unchalik xabaringiz bo'lmasa kerak deb o'ylayapman. Yaxshi, nima uchun mayli, bu nimaga kirib ketmaylik, hammaning o'zining fikri bor. Nima uchun deganda, mana shu Pribaltika respublikalari, gruzinlar, undan keyin qaqas Zaptniy Ukraina deyishadi. Bular nihoyatda millatchi xalqlar. Men ularni faqat o'zim boshimdan kechirganman. Armiyada xizmat qilgan paytimda ham birga o'qigan paytlarimda shularni ko'plari o'zini millatini himoya qilar. Chilonzorda bir o'qituvchi o'quvchiga qo'l ko'tarishi bu nimami? Rossiya muhokama qiladigan masalami? O'zbekistonning ichki masalasi? O'zbekistondagi holatlarga, Qozog'istondagi holatlarga ham bo'lyapti-ku bu. Bizda millatchilik bormi bunaqa? Baribir har qanday bunaqa mamlakat ichida kichkina hodisalar, buni kichkina demaylik, mayli. Shunday hodisalar bo'lgan taqdirda ham bir mamlakatni ikkinchi mamlakatga bostirib kirishini buni qabul qilib bo'lmaydi. Shuni aytyapman. Yo'q, endi 80% aholini ustiga bostirib kelsa, uni qaqas haligi manfaatlarni himoya qilmasdan pensiyasini kesib tashlasa, maosh bermasa, ish bermasa, undan tashqari qaqas har kun boqarsa, u yoqni qaqas haligi tozik o'tkazib tursa, nima qilish kerak? Qarab turish kerakmi? Viktor aka, keyingi masalaga o'taylik. Biz umuman olganda urushlarning metodologiyasi haqida, ularning asosi haqida, turlari haqida gaplashishga kelishgan edik. Shunday. Endi mana Viktor aka bitta narsani aytdi, 6000 yil ilgari sivilizatsiyaning boshlanishi deb hisoblanadi va urushlar shundan keyin, ya'ni bir-biriga nisbatan degan fikr bu tarixchilar tomonidan e'tirof etiladigan fikr. Boshqa sizlarni bu tortishuvlarga qo'shilmagan holda aytishim mumkinki, urushlarning bir-biridan farqlari bor-da. Umuman taraqqiyot yo'llarining bir-biridan farqlari bor. O'ziga imperial taraqqiyot yo'lini kasb qilib olgan, shuni mahkam ushlab olgan xalqlar bor. Bular imperiya yaratuvchi xalqlar deyiladi. Imperial tafakkurga asoslangan fikrlash tarzi bo'yicha boshqa xalqlar ta'zim qilib turish kerak, boshqa xalqlar bo'ysunib turish kerak, boshqa xalqlarga nisbatan imperiya yoki imperial ong kishilari xohlagan ishini qilish mumkin degan qarashlar bor. Bu o'sha tarixda davom etib kelayotgan narsa. Masalan, e'tibor bering. Men sizlarga juda bir qiziq nimani aytib beraman. Masalan, fikrlashni oldida hatto neytrallik pozitsiyalari ham bugun ish bermay qolyapti-da. Masalan, bir necha asr davomida Afrikadan qullar tashildi. Quldorlar kemasini olib keladi, biz qul bo'lib ketamiz deb kutib turgan odamlar emas edi. Ularni majburlab, zo'rlab, urush, janjallar oqibatida qanchasini o'ldirib olib kelishardi. Maqsad nima edi? Maqsad o'sha qadimgi dunyodagi qullarning mehnati, grajdanlarning rohat farog'ati degan pozitsiyani amalga oshirish edi. Biz urushlarni haligi Ulug'bek aytgandek
eski zamonni urushlari, mard urushlarida, ya'ni bitta maydonni tanlab, ikki tomondan armiya chiqib, bir-biri bilan quluch, unaqa tipdagi shakldagi urushlar ham borda, lekin doimiy davom etadigan jamiyatni o'zini, insoniyatni o'zini ichida go'yo tinch bo'lib ko'ringan, lekin ba'zi metodlar bilan mutlaqo bir-biri bilan o'ldirish emas, balki haligi tig'izlik bilan amalga oshiriladigan metodologiyalar ham borda. Mana shu urushlarni natijasi sifatida imperiya shakllandi. Shu imperiyani maydonni ushlab turish kerak. Eng asosiy maqsad shunga aylanadi. Bu insoniyat tarixida imperial taraqqiyot yo'li deyiladi. Birinchi jahon urushi ham, ikkinchi jahon urushi ham eslaringda bo'lsa, bo'lib hozir domla, men oxiriga yetkazay. Men sal ko'proq gapiraman hozir. Birinchi jahon urushi ham, ikkinchi jahon urushi ham bo'lib olingan dunyoni bo'lib olish uchun degan shior asosida kechganini bilasizlar. Nima bo'ldi? Ikkinchi jahon urushidan keyin bo'lib olingan dunyo qaytadan bo'lib olindimi? Go'yoki boshqa yo'ldan bordi, e'tibor bersanglar. Ya'ni o'sha urushgan eng katta mamlakatlar imperial yo'ldan go'yoki voz kechishdi. Ikkinchi jahon urushidan keyin juda ko'p imperiyalar parchalandi. Ko'zimiz oldida shunday ko'rinyapti-da. Fransiya imperiyasi parchalandi, Britaniya imperiyasi parchalandi, Germaniya imperiyasi, Portugal imperiyasi, Ispaniya imperiyasi, Italiya imperiyasi parchalandi. Agar ikkinchi jahon urushi tugaganiga 3 yil bo'lganida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilganida 52 ta mamlakat bor edi. Birinchisida 48 ta mamlakat shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zosi edi. Hozirgacha ularning soni 5 martaga ko'paydi. Masalan 63-yilda 21 ta mamlakat Afrikada mustaqillikka erishdi. Haqiqatda shunday bo'ldimi? Haqiqatda ham imperiyalarning ta'sir doirasi mutlaqo yo'qoldimi? Nima bo'ldi o'zi? Nima bo'ldi? Qanday jarayon ketdi? Bu urush, ayniqsa imperial urushlarni bir necha kun, bir necha vaqt, bir necha oy, bir necha yil davom etishi mumkin, lekin urushlardan keyingi, haligi o'rischasiga skalzyashye voyni deydi. Urushlardan keyingi go'yoki tinchlik davridagi urushlar va ularning natijalari bir necha 10 yilga cho'zilishi mumkin. Mana qaranglar, endi 20-asrning o'rtalariga kelib, endi negerlarni kemalarga bosib qul qilib olib kelish iloji qolmadi. Butun dunyoda demokratiya, quldorlik bekorga, demokratiya, hamma insonlar teng, umuminsoniy qadriyatlar ustuvor qilindi. Butun g'arb mamlakatlarida deylikki, o'sha aynan urushgan mamlakatlarda hamma teng, hamma irqlar teng degan narsaga borda. Endi lekin qullar nima bo'ldi? Ularga ehtiyoji bor mamlakatlar qanday yo'ldan bordi? Ular shunday nozik yo'llarni tutishdiki, ana o'sha imperiya yaratgan mamlakatlar bir necha xil, masalan, mafkuraviy, siyosiy jihatdan o'sha o'zini ta'sir doiradagi hududlarni o'zini ta'sirida saqlab qoldi. Bir, ikkinchisi koloniyalar, ya'ni g'oyaviy, mafkuraviy jihatdan o'zini ta'sirida saqlab qoldi. Ikkinchisi, iqtisodiy jihatdan ham u yerlarni o'zlashtirishmi, ularni zaxiralarini ishlatishmi, neft masalan boshqa deylikki, bu ta'sirni ham saqlab qoldi. Qullarni nima qildi? Shunday ajoyib butun dunyo aholisini laqillatadigan tizim ishlab chiqildiki, mana bu yerda aql, ilm, ta'lim, tarbiya asosiy rolga o'tdi. Ya'ni o'zlarini jozibador qiyofasini yaratishdi. Shu jozibador qiyofaga o'sha Osiyodan, o'sha Afrikadan, o'sha joylardan, o'sha koloniya bo'lgan joylardan yetuk odamlarni oqib borishini ta'minlaydigan tizimni yaratishdi. Endi g'arb ayoli bir joyi og'rib tug'maydi. Hozir g'arbiy Yevropa mamlakatlarida 7 ta oiladan bittasi tug'yapti xolos. 7 ta oiladan bittasi. Feminizm degan g'oyalar 83% bola otasini bilmaydi kimligini. O'sha kelayotganlar eng talantli odamlar boryapti. Yetuk odamlar boryapti. Ularni boshi og'rib tarbiya qilish shart emas. Ularni kiyintirish, ichintirish shart emas. 20-25 yoshdagi eng kuchga to'lgan yigitlar, qizlar borishyapti, to'ldiryapti deylikki. O'sha Zidanlar, Mbappelar, mana Fransiyani mashhur qilayotgan futbolistlar o'sha oqimning vakillari. O'zlari tuqqani yo'q. Demak, endi mana shu narsa butun dunyoga tarqatilyapti. Yana ommaviy axborot vositalari orqali, yana mafkura orqali, yana o'sha buzg'unchi g'oyalar orqali tarqatilyapti. Mustaqillikka erishgan juda ham ko'p mamlakatlarda mana shu usul qo'llaniladi. Uni iqtisodiga kirib kelinadi.
uni siyosatiga kirib kelinadi, uni ma'naviyatiga kirib kelinadi, uni ta'lim tizimiga kirib kelinadi va o'sha jozibador mamlakatlarga xos bo'lgan avlod tarbiyalanadi. Mana dahshat nimada? Urush davridagi yo'qotishlar bir tomon, urushdan keyingi yo'qotishlar ikkinchi tomon. Masalan, o'sha Iskandar Zulqarnayn davridagi bizga bitta misol qolganda tarixda, ya'ni biz eslaydigan, biz hozir misol qilib ko'rsatadigan bitta misol qolgan. Makedonskiy Avestoni katta qismini yoqib yubordi, bir qismini Aristotelga berdi. Javob berishadi ba'zi tarixchilar. Chunki Makedonskiy Avestoni tilini tushunmasdi, bilmas. Bo'lmagan gap. Makedonskiyni Aristotel 20 yil tarbiyalagan edi. U juda ham zo'r bilardi bunday kitob ta'sirini. O'sha sababdan ham o'sha kitob xotirani yo'qotish masalasi maqolangizda yozgansiz. Millatni o'zgartirish Xayomdin Viktor akaga ham navbat beraylik mana. Marhamat. Viktor aka, urushlar ko'pincha adolat va mudofaa degan nom bilan boshlanadi. Shu ma'noda bugungi urushlarda ayni mana shu tushunchalar qaysi nuqtada qanday qilib suiiste'mol qilinyapti? Mana shu nuqtani ham bir nima qilaylik, farqini bilib olaylik. Fikringiz? Bilasizmi? Hozir Ukrainada qancha odam qazo qildi mana shu urush paytida? 1.800.000 dan ziyodroq. 10 millionga yaqini chiqib ketdi Ukrainani tark etib. 10 million bilmadim qancha chiqib ketganini, shundan 800.000 Rossiyadan qazo qilgan. O'lganda endi 2,5 million. Biz hozir Rossiyani qaralash nuqtai nazaridan fikrni bildiryapsiz menga. Endi qarab turing siz. Carter, Barack Obama, Clinton davrida 11 million odam tinch aholi o'ldirilgan. Lekin biz uni nimada qaralamaymiz. Rossiya hozir 1,5 millionni atrofida o'ldi deylik, endi urush darrov qaralashga tushyapmiz. Bugun biz Falastinga bosqinni qoralayapmiz, Eronga bosqinni qoralayapmiz. Oldin yo'q, Clinton nima uchun qaralamayapsiz? O'z vaqtida Carterni qaralamayapsiz. Albatta qaralamayapsiz. Obamani qaralamayapsiz. Dushman sifatida, insoniyatning dushmani sifatida qaralash kerak. Iroqdagi, Afg'onistondagi terrorlarni qoralayapmiz, urushni qoralayapmiz, bostirib kirishlarni qoralayapmiz. Urushning boshida ular turibdi-da. Demak, ularni qaralash kerak. Ularni tribunalga berish kerak edi. Hozir qarang, siz agarda indamasam, hozir siz haligi Putinni tribunalga yo'q, indamasangiz emas. Bu aytib fikrni bildirasiz. Men ishonchim komil shunga. Marhamat, shuncha aytyapman. Ko'ring, 11 million odamni o'ldirgan 3 jinoyatchini biz qaralamaymiz. Mao'ni 70 million odamni o'ldirgan deyiladi. Mao 70 million. Viktor aka, o'zingizga Xullas qalam, endi aytilayotgan narsa shundan iborat. Savolga qaytaylik, Endi Viktor aka, o'zingizga qarshi boryapsiz, chunki urush to'g'risida gapingizni boshida aytdingiz, urush to'g'risida hissiyotga berilib gapirmaslik kerak dedingiz. Yo'q, endi ekanlariga ham yashoshmaydi. Ekanlariga ham urush to'g'risida shunchalik hissiyotga berilib ketdinglarki, mavzuni o'zi shuni hozir hozir bahsni o'zi shunga borib taqoz. Bu suhbatdan keyin ekanlaring bir-biri bilan gaplashmaysizlarmi yoki biz urushib ketasizlarmi degan urushib ketasizlarmi degan men qarang, shu Ilyosbek shuning uchun meni chaqiratib yurgan. Urushib ketasizlarmi degan menda xavotir paydo bo'lyapti. Qizishasizmi? O'zi urushlar Oldin chapara esingizda bormi? hozir o'zi urushlar mana shunaqa hissiyotlarga berishdan, qizishishlardan boshlanadi. Urushlar haligi oddiy bir Xudoga shukr qilib, bamayli xotir yashaydigan odamlarni asosiy quroli emas. Urushlar aynan hissiyotli odamlarni qurolida. Bu agar ular ham yotib olib, bemalol o'ylaganida balki ko'p urushlar bo'lmagan bo'lar edi. Endi muhokama qilyapmiz. Hozir nima Viktor aka, o'sha savol to'xtab qolmasin. Noto'g'ri talqin, undan keyin noto'g'ri informatsiya, noto'g'ri tushunish navbatda mana shunaqa ziddiyatlarni. Domla, hozir ekanlaringda ham ikki tomonni yoki bir tomonni pozitsiyasiga o'tish va o'sha tomonni himoya qilish. Mayli, siz o'zingizning pozitsiyangizda turing, oxirigacha gapimizni eshiting. Viktor aka, ya'ni bugungi urushlarni aytdik, zamonaviy global urushlar ko'proq mudofaa va o'sha adolat degan targ'ibot bilan, tashviqot bilan bo'lyapti dedik va mana shu urushlarda, mana shu tushunchalar qayerda suiiste'mol qilinyapti? Birlashgan Millatlar Tashkilotida. Nima uchun deng? Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilganida beri 60 marta jahon urushga yaqinroq urush paydo bo'ldi. Jahon urushga yaqinroq urush bo'layapti. Qarab turing.
biror marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti mana bu davlat haq, mana bu nohaq degan qarorga kakashaligi kela olmadi. Aralasha olmadi. Shu urushlarni to'xtata olmadi. Shunaqa ekan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bizga nima kerak? Bizning davlatlarimiz, hamma davlatlar bunga qancha mablag' ajratadi har yili. O'zi keyingi savol ajratish kerak edi-ku. Demak, meni fikrimcha Birlashgan Millatlar Tashkilotini Amerika kakasi nimasidan hududidan chiqarib olib boshqa hududga o'tkazish kerak. O'zi keyingi savol o'zi shu edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti nega bugungi urushlarni, katta global urushlarni hal qila olmayapti, to'xtata olmayapti degan masala edi. Mana Turkiya prezidenti Erdo'g'anni ham o'sha dunyo 6 bo'lakdan kattaroq degan bir g'oya bilan yozilgan o'sha bir kitobi bor edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini bugungi zamonaviy urushlarni to'xtata olmayotgani, juda ham bir zaif tashkilotga aylanib qolgani va buni Xavfsizlik kengashida o'sha musulmon davlatlaridan yoki turkiy davlatlardan birorta ishtirokchi yo'qligi masalasi va bu musulmonlarga nisbatan ko'proq o'sha bosimlar deymizmi, tajovuzlar deymizmi, bo'lishini bir asosi bo'lib qolayotganini aytadi. Endi mayli, bu g'oyadan yana ham kengroq chiqib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nega bugun global urushlarni to'xtatishda ojiz bo'lib qolyapti, nimalarni o'zgartirish kerak degan masalani bir tahlil qilaylik. Buni endi kelgusi siyosat, kelgusi yondashuvlar ko'rsatadi. Hozir biror narsa deb bo'lmaydi. Nima uchun deganda u yerdagi bo'layotgan ichki nizolarni, ichki qarama-qarshiliklarni biz yaxshi bilmaymiz. Har qanday tashkilotning ichida hali ziddiyatlar bo'lgan edi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining ichida ziddiyatlar nihoyatda kuchli. Bir-birini haligi nima deydi, yeb yuboradigan darajadagi qarama-qarshiliklar ham mavjud. U ma'lum u. Lekin shunga qaramasdan men o'ylayman, Birlashgan Millatlar Tashkilotidan biz voz kecha olmaymiz. Xalqaro miqyosda mana shunaqa nizolarni, urushlarni hal qiladigan bizga instrument kerak. Xalqaro instrument kerak. Mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti ana shunaqa harakatchan, samarali instrument bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Ming afsus hozir bunaqa bo'lmayapti. Buni sabablari nima ekanligini men o'ylayman mutaxassislar mendan ko'ra ko'proq biladi. Ulug'bek aka, sizning fikringiz? Albatta, BMT Birlashgan Millatlar Tashkiloti albatta kerak. Bu o'sha Ikkinchi jahon urushidan keyin shu ehtiyoj tufayli yaratilgan. Va bu tashkilot keyingi paytda haqiqatan ham kuchi yetmayapti. Faqatgina o'sha e'tiroz bildirib, buni qoralaymiz, xavotir bildiramiz degan gapni aytadigan darajada zaiflashib qoldi. Buni ko'rib turibmiz. Demak, buni mana sabablaridan, buni davolash yo'llaridan birini mana Viktor aka aytyapti, o'sha Amerikani ta'siridan, umuman har qanday davlatni, har qanday kuchni ta'siridan ozod qilish kerak. Nafaqat Amerikani, balki ertaga yana undan ham kuchliroq boshqa kuch paydo bo'ladigan. Endi hop deyapman-ku, hop. Birinchi ertaga boshqa kuch ham paydo bo'ladi, bo'lyapti ham va umuman har qanday kuchni ta'sirida gap aytishdan qutqarish kerak, xalos bo'lish kerak. Mana shuni butun haligi millatlar to'plari mana shu nimaga qo'yish kerak. Uning maqomi eng oliy bo'lish kerak va vakolatlari kengaytirilishi kerak. Kuchga ega bo'lmasa, bugun bilasizmi, insoniyat mana urushlarni qarab turibdi, qancha yillar o'tdi, mana 6000 yildan beri ongli hayot desak, undan sal ko'proqdan beri ongli hayotga biz tariximizda insoniyat o'zini tarixini bilib qayd etish davrini bu yog'iga oladigan bo'lsak, shuncha ming yillar o'tdi, shuncha urushlar o'tdi. Bularda hammasi tajriba bo'lish kerak. Bularda hammasi dars bo'lish kerak. Lekin dars bo'lmayapti. Dars bo'lmayapti. Va mana shularda hammasi kelib mana o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotida ehtiyojini paydo qildi, bu yaratildi. Lekin qo'g'irchoq tashkilotga aylantirib qo'yilyapti. Eng yomoni o'sha kuchga topinish. Men hayron qolaman, o'sha kuch haligacha o'sha nima deydi? Kuchli ojizni yeydi degandek o'sha haligi biologiyadagi o'sha nimalardan biri haligacha amalda. Mana shu narsa, shuncha tamaddun deymiz, sivilizatsiya deymiz, insoniyat shuncha tajribani yashadi, shuncha tajribaga ega bo'ldi deymiz. Lekin haligacha kuchlining so'zi so'z. Ojizni faqat ohi nolasi bor Xudoga. Men boya yuqorida sal adashdim. Erdo'g'anning nimasida g'oyasi bo'yicha dunyo 5 dan kattaroq deydi. Shu ma'noda haqiqatan Xavfsizlik kengashidagi o'sha 5 ta davlat
xohlagan narsa bo'lyapti-da, o'sha 5 ta davlat hal qilib qo'yyapti. Shunday. 5 ta kuchli davlat. Kuch hal qilyapti Ha. haligacha. Qayerda kuch bo'lsa, ana shu qarangda. Boshqa nimalarda ham u unday qildi, bu bunday qildi, shuning uchun biz buni uryapmiz. Shuning uchun biz unga zarba olib kelyapmiz. Nimada go'yo o'zini oqlayotgandek bo'lib ko'rinyapti. Mana Qiyomda aka aytdi-yu, hozir nima qilib madaniy yo'llar bilan urushni ham oqlab olishyapti. Madaniy yo'llar bilan, tushuntirishlar bilan go'yo. Lekin hech bitta narsani, masalan, Viktor akadek yoki sizdek, mendek qizishish mumkin. Lekin ichkarida urushga bo'lgan haligi nima bo'lmasligi mumkin. Istak, intilish bo'lmasligi mumkin. Gap bu boshqa narsa. Bu temperament bilan, inson temperamenti bilan bog'liq narsalar bo'ladi. Shuning uchun hali kuch masalasini o'ylab ko'rish kerak deyman. Hozir demak bularning hammasini tagida, meni nazarimda, hammasini tagida tarbiya masalasi bor. Bu Viktor aka ertakdek tuyulishi mumkin bu narsalarda. Adabiyotchilarda, yozuvchilarda bu gaplar ertakdek tuyulishi mumkin, lekin alal oqibatda borib shunga borib taqaladi. Insonni tarbiyasi masalasiga borib taqaladi alal oqibat. Biz qanday qilsak yengib chiqamiz degan masalada ko'proq gapiryapmiz. Kimda qancha raketasi bor, kimda yadroviy quroli bor degan masalani gapiryapmiz. Kimda puli ko'p, kimda oltini ko'p degan masalani gapiryapmiz. Qanday qilsak urush bo'lmaydi. Insoniyat xuddi shu nuqtai nazardan tarbiya qilindimi? Hozir hamma joyda, hamma maktablarda, hamma ta'lim tizimida qanday qilsang yaxshi yashaysan, qanday qilsang kuchli bo'lasan, qanday qilsan olasan, oldirmaysan degan nima bilan, fikr bilan, psixologiya bilan tarbiya qilinyapti. Qanday qilsang o'zingga nimani istaganni boshqaga istaysan, qanday qilsang zulm qilmaysan degan nimalar bormi? O'sha ta'lim tizimlarida bormi shunday? Yo'q, hozir balki aksincha odamni haligi nima deydi, faollikka, tinmasdan izlanishga, tinmasdan pul topishga, tinmasdan harakat qilishga, hattoki qo'shnisini, yonidagi odamlarni qaqrasaligi nima qilib, haligi nima deydi, aldab o'tib o'ziga qaqras manfaatini qondirishga bo'lgan qaqrasaligi tarbiya usuli singdirilyapti-da. Ya'ni egoizm, Amerika pragmatizmini qaqras nimasi, ta'siri bu. egoizm kuchayib ketyapti. Aslida altruizmni baravar ravishda, yaxshi ma'nodagi egoizm kerak yashab qolish uchun. Lekin boshqalarni ham sendek yashashi uchun altruizm g'oyalarini ham ilgari surish kerak. Haligi Yuriy Borevda bir yaxshi gapi bor edi. Sen haligi nimaga grabilga o'xshamagan, haskashga o'xshamagan, o'zingga tortmagan hamma narsani. Lapataga ham o'xshamagan, o'zingni olib otmagan. Arra bo'lgin, o'rtadan bo'lgin, yarimi unga, yarimi bunga. Hech bo'lmasa mana shunday g'oya bilan nima qilish kerak. Ya'ni o'sha muqaddas bitiklarda ham bor-ku, o'zingga istaganni boshqaga ham ista degan. Agar tarbiya masalasiga qaytmaydigan bo'lsak, urushlar haqida mana bunday suhbatlar bo'laveradi, raketalar otilaveradi, alal oqibat bir kun kelib dunyoni o'sha yo'q qilib olguncha ketadi. Bu mana bunday gaplar haliga ertakka o'xshab tuyuladi, lekin men juda ko'p o'yladim bu haqda, boshqa chorasi yo'q. Boshqa chorasi. Insonni inson qilib tarbiya qilmas ekanmiz. Inson bu avvaliga Maksim Gorkida ham bor-ku, mag'rur jaranglaydi inson degan. Biz insonlikdan, hayvonlikdan ham tuban tushib ketyapmiz. Hatto hayvonlar ham, o'sha arslonlar ham ehtiyoji darajasida ov qilyaptimi? Shu haqda mana nimalarimiz, olimlarimiz ko'rsatuv qilyapti. Ehtiyoji darajasida qolgan paytda o'sha kiyiklar bilan baravar borib suv ichyapti. Yonida kiyik ichyapti, boshqalar ichyapti, tegmayapti. İnsongina bu dunyoda ehtiyojidan ortig'ini g'amlaydi, omborlarda to'ldiradi, uylarda to'ldiradi. Endi to'g'ri, bu haligi nimalarda, boshqa jonivorlarda, mavjudotlarda o'zini turini kirib yuborish instinkti yo'q. Faqat odamda bor shunaqa instinkt. Faqatgina odam o'zidagi mana shu hayvoniy, haligi yuqorida aytdingiz-ku, bir yelkasida shayton o'tiradi deb. Mana shu shaytonga quloq solgan paytda ana shu instinkt qo'zg'alib yuboradi. Ota-bobolarimiz ham juda ham haligi aqlli bo'lgan ekanda deymanda Viktor aka. Nimani mana inson deb arabcha so'zi unutuvchi deydi. Shu tajribalarini, og'ir kunlarini unutadi. Turkiy so'zda ham kuni kecha Boqijon aka degan katta bir olimimiz bor. Shu bilan gaplashib qoluvdim. O'sha turkiy tilda qadimda yangliq deb atagan, yanglishmoq fe'lidan olingan insonni yangliq deb atagan, ya'ni yanglishuvchi deb atagan. Ko'ryapsizmi? Ana shu fe'li atvoridan kelib chiqib nom qo'yilyapti. Ko'ryapsizmi? Har bitta millatda.
Hozir endi bu yerda muhokama qilayotgan savolimiz o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini bugungi dunyodagi nizolarni, mojarolarni hal qilishga qobiliyatli bo'lmayotgani masalasi va buni qanday qilib mana shu masalani yechish mumkin? Balki umuman bunday tashkilotlarni to'liq ildizi bilan qayta ko'rish kerakmi, qayta tuzish kerakmi degan balki yechimlar kerakdir. Yechimlarni va muammoni sabablarini Birlashgan Millatlar Tashkilotigacha Millatlar Ligasi degan tashkilot bo'lgan edi. Lekin Millatlar Ligasining borligi 2 marta jahon urushi bo'lishiga haligi qarshi tura olmadi. Uni o'rniga Birlashgan Millatlar Tashkiloti yangi bir maqsadlar, yangi bir orzular bilan tuzilgan edi. Men nazarimda Birlashgan Millatlar Tashkilotini joyini o'zgartirishning o'zigina yoki uni bir tarkibini o'zgartirishning o'zigina yetarli bo'lmaydi. Bu nuqtai nazardan olganda bu masala hozir faqat bizning suhbatimizda qo'yilayotgan masala emas. Juda ham ko'p dunyo rahbarlarini, ayniqsa Birlashgan Millatlar Tashkilotida nutq so'zlaydigan har bir davlat arbobini bir diqqat markazida turgan masala bo'lib qolyapti. Buni hatto Mirziyoyev ham o'zi chiqishda ko'p nimaga yechimlarga qodir bo'lmay qolyapti degan chiqishi bor. Bizni prezidentimiz ham bir chiqishida emas, balki o'sha 2017-yildagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida, undan bir necha yil keyin 75-sessiyadagi nutqlarida ham Birlashgan Millatlar Tashkilotini faoliyatini yanada takomillashtirish uchun uni hozirgi dunyodagi ro'y berayotgan voqealarga hozir javobligini oshirish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqidagi fikrlari bejiz aytilmagan. Bu O'zbekistonning takliflari. Masala boshqa joyda hozir. Masala boshqa joyda. Masala Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan hujjatlarning kam ishlab chiqilganligi yoki Birlashgan Millatlar Tashkilotini dunyodagi ro'y berayotgan voqea hodisalarga befarqligi emas, hujjatlar ham yetarli. Bevosita munosabat bildirish ham ortda qolayotgani yo'q. Ularni bajarilishi masalasi bor. Xo'p, mana shu xavfsizlik kengashida 5 ta davlat bor, bir-biri bittasi veto qo'ysa, 4 ta davlat o'sha qarorni o'tkaza olmaydi. Butun dunyo vakillari ham o'tkaza olmaydi. Lekin men bitta misol keltirib ketaman. Shu paytgacha AQSh qo'llagan veto huquqidan foydalanish masalasini juda katta qismi Isroil manfaatlari himoyasiga. Mayli, qaysi himoyaga bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha vetolar ham bo'layotgan jarayonlarni to'xtatib qola olmayapti-da. Ya'ni hujjatlarni qo'yishda veto huquqi samarali ishlayapti go'yoki, lekin amaliyotda u yoki bu davlat o'sha siz aytayotgan Isroil o'zi ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyalariga yoki o'sha xavfsizlik kengashini barcha a'zolarini u yoki bu talablariga nisbatan qanday munosabatda bo'layotganini tarixda o'zi, yaqin tarixda o'zi ko'rsatib turibdi. Shu nuqtai nazardan olganda, umuman olganda Birlashgan Millatlar Tashkilotini tuzilganidan buyon o'sha tuzilgan paytida ham mana bu narsaga ko'proq e'tibor berish kerak, mana bu jihatga degan masalalar o'sha paytdan kelyapti-da. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'sha 48-yilgi birinchi sessiyasida tuzilgan edi Isroil va Falastin davlati. To'g'rimi? O'shandayoq tuzilgan edi. O'shandayoq o'sha 29,000 kvadrat kilometr joy ikkiga bo'lib berilgan edi. Bittasiga 16, bittasiga 13. Xo'p, o'shandan buyon kim, qaysi tomon bunga amal qilmadi, qildi? Qaysi tomon shu sohada chegarasini buzdi? Qaysi tomon deylikki Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyalarini bajardi yoki bajarmadi? Bunga buyuk davlatlarni, katta davlatlarni, o'sha veto huquqi bor davlatlarni munosabati qanday bo'ldi? Mana masala qayerda? Shu nuqtai nazardan olganda, umuman olganda Birlashgan Millatlar Tashkilotini takomillashtirish bilan bog'liq masala bugungi kunning masalasi emas. Qolaversa bu masala butun dunyo mamlakatlarining vakillari ishtirokida hal qilinadigan masala. Endi yana bir masala borki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatlari va Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'zi tashkilot sifatida, xalqaro huquqning subyekti sifatida uni rolini, ta'sirchanligini oshirish masalasi kun tartibida turibdi. Bu borada aqlli odam e'tiroz bildirmaydi. Kun tartibida shu masala turibdi va bu masalani yechimi bugungi kungacha hal qilingani yo'q.
bundan keyinga qoldirilib kelayotgan sabablari ham turli intilishlar bor. Mana Viktor aka aytdi, turli ziddiyatlar bor, turli qarama-qarshiliklar bor, bir-biriga veto qo'yishlar bor. Buni oxiri qanday jarayon, qanday amalga oshishidan qat'iy nazar dunyoni o'sha tinchlikka tomon boshlash kerak edi, boshqa iloji yo'q. Rahmat. Endi hurmatli mehmonlar, mana urushlar masalasini gaplashdik. Endi uni oqibatlari masalasini ham bir tahlil qilishimiz kerak. Insonlarni ongida, jamiyatni ongida qanaqa ongi shikastlar qoldiradi degan masalani. Shu ma'noda urushlardan keyin jamiyatlar to'qnashadigan umumiy post-travmatik sindromlar, kollektiv xotira masalasini ham bir tahlil qilaylik. Mana Ulug'bek aka, siz yozuvchi sifatida bir jamiyatlarni o'rganadigan yoki o'zingizgacha bo'lgan yozuvchilarni asarlaridan kelib chiqib misol bildirarsiz. Viktor aka, siz boshlab bersangizda, mana shu urushlarni jamiyat ongida qoldiradigan umumiy jarohatlari. Endi urush degan paytda biz tinchlik masalasini darrov xayolimizga keltiramizda, urushni bartaraf etish oxir natijada tinchlikni barqaror qilishga olib kelish kerak. Xayolimizda shu narsa turadi. Bu g'oya Kantniki o'zi aslida azaliy boqiy tinchlik g'oyasini shu Kant ishlab chiqqan va targ'ib etgan falsafada. Keyin eng hayratli tomoni shundan iboratki, Kantning mana shu g'oyasiga Hegel qarshi chiqadi. Aytadiki, aholi, xalq dengizga o'xshaydi. Bir joyda tinch turgan paytida uchirishga borib taqaladi. Ya'ni o'zgarish ichida o'zgarish bo'lmaydi. Uni ustida nima kerak? Shamol bo'lish kerak, to'lqin bo'lish kerak. Agarda mana shu shamol to'lqin bo'lmasa, xalq chiriydi. Uning uchun urush kerak. Qarang, Hegelning militaristik g'oyasi Germaniyani asaligi militarizmiga qo'shilib ketib qoladi. Bitta so'z, faylasufning bitta so'zi oxir natijada qanday g'oyani, qanday kostyumcharni keltirib chiqaryapti. Mana shu narsadan ehtiyot bo'lib, haligi gapirish ma'qulroq deb hisoblayman. Bundan tashqari Friedrich Mayor nihoyatda chiroyli bitta ibora keltirgan. Urush madaniyati degan. O'ylab ko'rsangiz, urush ham madaniyat bo'lishi mumkinmi? Urush estetikasi deydi. Urush madaniyat bo'lishi mumkinmi? Unaqa bo'lishi mumkin emas axir. Lekin gap shundaki, urushni tan olayapti. Lekin uni madaniylashtirish shakli orqali bartaraf etish masalasini kun tartibiga qo'yapti. Nima uchun dedi? Urush paytida askarlar urushi mumkin. Fuqarolar urushi mumkin emas. Fuqaroni o'ldirishingiz mumkin emas. Homilador ayolni o'ldirishingiz mumkin emas. Tinch aholini haligi yashashdan mahrum qilishingiz mumkin emas. Mana bu narsalarga amal qilgan taqdirda urush madaniyati saqlanadi. Yoki asrlarga ko'rsatiladigan munosabat. Qarab turing. Mana haligi Ulug'bek hozir nimani haligi Erik Frommning asarini keltirdi. U aytayotgan asaringiz boshqacha aytiladi. Bu anatomiya человеческой destruktivnosti degan asarda. Mikrofillik to'g'risidagi gaplar, undan keyin haligi nimalar faqat anatomiya человеческой человека degan kitob chiqqan. Shuning ichida bor maqola. Inson qalbi o'zbekchaga ham tarjima qildirgandik. Sharqo'zda ishlab yurgan paytimizda. Endi men haligi kitobni aytayapman. Inson buzg'unchiligi anatomiyasi degan kitobi bor. Shunda haligi nima qiladi? Oxirida kitobni haligi yakunlayotgan paytda Nikrofillik nom, Gitler nom, Stalin nom, Binachit nom bakka hammasini taklif qilib, oxirida bitta xulosaga keladi. Aytadi: "Yon atrofimizda deydi, Gitler, Stalin chiqmasam, Gitlerni qo'llab-quvvatlovchi SS-chilar yashaydi. Ana shu SS-chilardan ehtiyot bo'lish kerak" dedi. Urushni oqibatlari haqida fikr yuritilyapti. Bitta maqol bor. Endi qadimgi Misr maqoli deyishadi, lekin mana hozir Viktor aka Kantning fikri deyapti yoki mani fikri deyapti, Hegelning fikri deyapman yoki Aytmatovning fikri deyilyapti. O'zi aslida dono fikrlarni hammasi o'sha dono eski bobolarimiz tomonidan aytib ketilganda, qadimgi Misrliklarda bir maqol bo'lgan ekan, urush ko'rgan avlod qayta urushmaydi degan maqol bo'lar ekan. Ya'ni o'sha urushni ko'rgan avlod uni nimaligini anglar ekanda, urushga kirgan avlod. Avvalo o'sha jonni eng asosiy qadriyat ekanligini anglab chiqar ekan. Albatta sinish bo'ladi. Ma'naviy sinish bo'ladi. Men afsuski unaqa bo'lmayapti. Mana qarang, kasaligi nemislar shunaqa haligi men misol keltirdim. Hozir Mersga qarang. Tushundim. Endi Mers boshqa, ya'ni urushga kirgan avlod qayta urushmaydi deganida boshqa narsa nazarda tutilyapti Viktor aka. Mers bu hozirgi Germaniyani nimasi, urush ko'rgan avlod emas.
urush ko'rgan avlod Gelmut Kohl avlodi bilan tugadi umuman olganda. Agar esingizda bo'lsa, Gelmut Kohlga 3-jahon urushini Germaniya boshlaydimi degan savolga Gelmut Kohl yo'q, hech qachon. Biz 2 marta urushni boshlab nimalarni yo'qotganimizni angladik. Bugun Biz hatto o'sha boshlagan urushlari uchun badal to'layapmiz. Shunaqa. Ko'plab Biz davlatlar, urushdan ko'ra, urushib olgan foydamizdan ko'ra urushmaganimiz ma'qul degan savol. Men boshqa narsa aytmoqchi edim. Urush juda qiziq oqibatlarga olib keladi. Kutilmagan oqibatlarga olib keladi. Albatta u ma'naviy jihatdan sindiradi. Juda ham ko'p jonlarni yo'q qiladi. Mana 2-jahon urushini olaylik. Biz Viktor aka bilan biz 2-jahon urushida uncha uzoq bo'lmagan davrda tug'ilganmizda. Sizlardan muayyan darajada farq bor. Oqibatlarni ko'ryapmiz. Masalan, men 57-yilda 1957-yilda tug'ilgan bo'lsam, urush tugaganiga 12 yil bo'lgan edi. Viktor aka mendan sal oldinroq, urush bo'lganiga 4-5 yil oldin tugaganidan 4-5 yil keyin tug'ilgan. Bizni davrimizda qariyb barcha maktab direktorlari urush ko'rishgan erkaklar edi. Ular haqiqatgo'y. Ular umuman o'sha urush ko'rib kelgan odamlarda bitta gap bo'lardi. Bizni jonimiz foydaga qolgan. Bundan keyin boylik, boshqa pora-morani menga gapirma, dirdi. Esingizda bor Viktor aka. Endi mana qarang. Albatta salbiy oqibatlari bor. Lekin urush ko'rgan avlod nega keyin urushmaydi va nimaga harakat qiladi degan savolga ham javob bor-da o'sha maqolda. Ya'ni urush ko'rgan avlod urush natijasida kamayib ketgan jamiyatni to'ldirishga majbur ekanligini o'zi anglagan va anglamagan holda his qiladi. Masalan, 2-jahon urushida bizni O'zbekistonimizdan qancha odam qirilib ketdi, faqat boshqa joylardan ham qirilib ketdi. Ana o'sha urush ko'rgan avlod, urushda o'lmay qolgan avlod, urushdan sal oldinroq tug'ilib, urushni vahshatlarini boshidan kechirgan avlodni zimmasiga tushdi jamiyatni to'ldirish. Masalan, meni onam 10 ta farzand tuqqan. Bizni avlodimizda ota-onalari mana shu o'zini jamiyatni to'ldirishga fido qilgan avlod desak bo'ladi. Hammasi o'sha davrda biz bolaligimizda ota-onalarimiz bir-biri bilan ko'rishib qolsa, bir 3-chi, 4-chi savoli bo'lardi bir-biriga. Nechta farzandingiz bor? 4 ta desa, ha, sal kamroq ekanda derdi. Mana biz 8 kishi yetim qoldik deylik. 8 ta farzandi bor. 10 ta farzandi bor. 5 ta o'g'il ko'rgan bitta er va xotinni olib ko'ring. O'sha avlodni bizning avlodimiz ota-onalari urushdan o'lmay qolgan avlodda bu urush davri avlodi. Ular agar 10 ta bolasi bo'lsa, 5 ta o'g'li, 4-5 ta qizi bo'ladigan bo'lsa, 15 ta to'y qilganda, 5 ta sunnat to'y qilgan, 5 ta uylantirish to'y qilgan, 5 ta uy qilgan 5 ta o'g'liga, 5 ta qiziga 5 ta to'y qilgan. 15 marta to'y qilgan. Bitta avlodni bolasi, bitta er va bitta xotin 15 ta to'y qilganligini o'ziyoq ular qahramonligini bildiradi-da. Mana bizni o'ldirmay olib chiqqanda ular. Biz o'sha atalar ichgan avlodni oxirgi atalalarini ichib katta bo'ldik, to'g'risi. Bizni bolaligimizda o'rtaga qo'yiladigan kattaligi yog'ochdan bo'lgan karson tovoqlar va bitta yog'och qoshiqlarda ovqat yeyilgan davrlarni biz ko'rdik. Bitta tanchada haligi sandalda yotib, katta ko'rpada yotib katta bo'lgan avlodni biz ko'rdik. Bizdan keyingi avlod ko'rgani yo'q. Hozirgi siz aytayotgan Merz, afsuski bizda avlodimizni bolasida bu Viktor aka urush ko'rgan avlod emas. Ular uchun urush o'yinchoqqa o'xshaydi. Ular uchun mana Ulug'bek aytgandek, falon kabinetdan o'tirib, shapkani kiyib olib, nuqtani bosib, bos ur deydigan bir haligi xuddi bir makiyaj bilan, xuddi bir haligi tirik odamlar bilan emas, balki bir allaqanday chuchalar deydi-ku, bir qo'g'irchoqlar bilan yoki bir aniq bir odamlar yashaydigan, uni ham oilasi bor, kecha tug'ilgan bolasi bor, ertaga o'lishi mumkin bo'lgan chol kasal yotgan, bolnitsasi bor, boshqasi bor. Yo'q, unday tasavvur emas, balki allaqanday maketni urayotgandek tasavvur ko'rsatadigan bo'lib qoldi. U urush ko'rgan avlod emas. Mana urushning natijasi nimalarga olib keladi? Bizning ota-onalarimiz biz uchun xazon bo'ldi haqiqatda ham. Ular o'sha kolxozlarda ishlashdi, paxtalarni qo'l bilan terdi yoki qattiq ishlarni qildi. Mana shu urush olib kelgan zalolat, vahshatni jamiyatni to'ldirish degan funksiyani shu odamlar bajardi. Bizni davrimizga kelib, bizni bolalarimizni avlodi hozir
ikkita bola yetarli deydigan darajaga yetib kelishdi. Bu ham bekorga emas. Mana shu ma'noda urush bilan bog'liq bo'lgan masalalar oddiy masala emas. Bitta suhbatda yoki qiziqqonlik bilan hal qiladigan masala emas. Men mana shu masalada juda ham jiddiy fikrlash tarafdoriman. Rahmat. Ulug'bek aka, endi urushdan keyingi avlod oladigan ongi travmalar dedik, post travmatik sindromlar dedik, kollektiv xotira bormi degan savol bo'ldi. Endi mana bungacha hozir birinchi ikkinchi jahon urushidagi undan keyingi misollar bilan gapirib berdi. Men hozir sizdan iltimos qilardim, shuni ham qo'shsangizki, balki fikringizga, tahlilingizga, G'azoda bo'layotgan masala. U yerda yosh bolachalar, 5 yosh, 6 yoshli bolachalar o'sha gumanitar yordamni emaklab 1 kilometr, 2 kilometrga emaklab borib olib kelayotgani, ochig'i men oxir vaqtlarda ko'ra olmay ham qoldim. Shunaqa videolarga yuragim dosh bermayapti, chidayolmayapman, o'tkazib yuboryapman. Yoki mana Eronda hatto Isroil aholisini o'zi eronliklarga raketa uchirmang boshqa deb yig'lab chiqayotgani. Kechagina bunaqa Isroil qanaqa qudratli davlat deb ko'riladi. Baribir bularda ham ta'siri bo'ladi baribir. Shu ma'noda urushdan keyingi qanaqa umumiy jarohatlar bo'ladi? Albatta, jarohatlar juda kuchli bo'ladi. Haqiqatan ham ko'rishga odam yuragi betlamay qo'yyapti, chunki o'sha internetda, YouTube'da varaqlaganingizda o'sha bir bolacha, 7-8 yoshli bolacha mana kecha ham varaqlaganimda chiqdi. Odamlarga, butun dunyoga, insoniyatga, shularni yo'lboshchilarga murojaat qilyapti. Men deydi, necha kundan beri ovqat yeganim yo'q, onam ovqat yegani yo'q deydi. Tuproq yeyapman mana deb tuproqni og'ziga solib yutib yuboryapti. Nima qilyapsizlar deyapti. Tushunyapsizmi? U yoqda bo'lsa urushdan o'sha neft sanaydi, oltin sanaydi, boshqa sanaydi-da. O'shaning uchun men bekorga o'sha tarbiya masalasini qo'yayotganim yo'qman. Tarbiyasiz hech qayoqqa bora olmaymiz. Hech qayoqqa. Endi mana travmalari deyapsiz, o'sha birinchi, ikkinchi jahon urushida Kaminan 4 ko'cha degan romanida Prejevalskiy degan qahramon bor. Bu qahramon hayotdan olingan. O'sha qahramonni prototipi meni qo'shnim edi. Yoshi 70lardan oshgan edi. Bir 10 yillar kuzatdim. 80 yoshlarda vafot etdi, balki sal kechroqdir. Ikkita yonma-yon garaji bor edi. Garajda mashinasi yo'q. Lekin bu odam kuni bo'yi, kun uzog'i ko'chalarda yurardi. Va yilt etgan bitta mana bunday ruchkani ko'rib qolsa ham, yoki mana bunday bir temirni ko'rib qolsa ham, mana shuncha bir parcha plasmasani ko'rib qolsa ham, shunday olardida puflab to'g'ri olib borib garajini ochib qo'yardi. Bu men bilgan vaqtdan beri doim shunday edi. Garaji ham meni yonimda, qo'shni uyi ham meni yonimda. Garaj ochilganda ko'rardim endi. Bir-ikki marta og'ir narsalarni menga iltimos, "Помоги мне" deb aytdi dedi. Bir-ikki marta og'ir narsalarni ikkinchi qavatlarga qo'yishga harakat qilib berdim men. Yordam berdim. Mana o'lganda, shu odam vafot etganda bitta qizi bor edi. O'sha qizi shu o'lgandan keyin o'sha garajdan 5 tami, 6 tami katta kamazda o'sha xilam dedi. Nimaga kerak ekan otamga, dadamga bunaqangi musor chiqindi deb xilam degan esimda qoldi o'sha yerda. O'shani 5 ta, 6 ta katta kamazda tashigan. Keyin men buni sekin nimasiga tushib ko'rsam, ikkinchi jahon urushida och qolgan bolalardan ekan. Och qolgan bolalar. Och, yalang'och, hamma narsaga muhtoj bo'lgan odam. Suvga, nonga, kiyimga, hamma narsaga, bir parcha temirga, hamma narsaga. Bir umr shu travma, shu jarohat deyapsiz, shu odamni yetaklab yurdi. Bir umr. Va bir umr yerga qarab yurardi. Ko'ryapsizmi? Bir umr. Mana travmalar. Yoki bo'lmasa mana haligi urushlar alal oqibatda insonni insoniy qiladi deyapmiz. Umuman qiyinchilik insonda insoniylik nimasini aytadi. Shu haligi qo'shiqlarda ham bor-ku, Sherali kuylaydi. Haligi ma'danlar deydi, oltinga tushib deydi, kumushu nima olovga tushib, kumushu olovga nimaga oltinga aylandi deydi. Umuman qiyinchiliklar, har qanday iztiroblar insonni toblaydi va ruhiyatini oldinga chiqaradi. Uni o'sha haligi jismoniy holati bilan, lazzat olish holati bilan nimasi bosiladi. Uni ruhiy holati oldinga chiqadi, ma'naviy holati oldinga chiqadi. Demak, insoniyligi oldinga chiqadi. Urush insonni insoniyligini oldinga chiqarish uchun, ro'yobga chiqarish uchun biz urushlar bo'lishi kerak degan pozitsiyadan mutlaqo yiroq bo'lishimiz kerak. Mutlaqo va mutlaqo. Urush insonni inson qiladi degan pozitsiyadan yiroq bo'lishimiz kerak.
umuman urush bo'lmasligi kerak degan pozitsiyadan va jamiyatlarda mana shu nuqtai nazardan komil inson nuqtai nazaridan ideal jamiyat qurish nuqtai nazaridan qarash kerak masalaga. Va shundagina nimagadir erishish mumkin. Sublimatsiya degan masala bor. Masalan, o'sha Freyd qo'ygan bu nimani? Sublimatsiya. Bir narsani boshqa narsaga ko'chib o'tishi. O'sha nimani urushlarda nimani sportga olib o'tish mumkin. Musobaqalarga olib o'tish mumkin. Fan musobaqalariga olib o'tish mumkin. Kurash, beldan kurash olib kurashlarga, boksga, boshqaga olib o'tish mumkin-ku. Davlatlar o'rtasidagi kurashlar ana shu darajada sublimatsion holatga ko'chirib o'tish mumkin-ku. Mana shuni kuchaytirish kerak. Va hech qachon bu urushlar nimasi? Albatta resurslar talash, boshqa talash. Haligacha mana Isroilda urushlarida diniy motiv yetakchilik qilgan. Haligacha buyuk Isroil mamlakatini quramiz degan g'oya yetakchilik qilgan. Haligacha ularni Tora deydi, rus tilida o'sha nimasida Tavrotida aytilgan. Biz tanlangan millatlar biz. Qolgan hamma millatlar bizga xizmat qilmog'i kerak. Bizga hamma narsa mumkin va ular bizga xizmat qilmog'i kerak degan g'oya. Buyuk Isroil qachonlardir 2,5 ming yil oldin, undan ko'proq oldin davrda qurilgan o'sha buyuk Isroilda quraman. Rossiya mana o'shanda istak bilan kelmayaptimi? O'sha SSRni qayta tiklayman demayaptimi? Imperiyachilik kayfiyati. Imperiyachilik kayfiyati. Yoki bo'lmasa biz ham Amur Temur davridagi 27 ta mamlakatni bosib olgan davrdagini qayta tiklaymiz desak nima bo'ladi? Biz ham qachonlarda kuchli mamlakatga aylansak, shunday g'oyaga, shunday fikrga kelishimiz kerakmi? Yo'q, bu noto'g'ri bo'ladi. Bu noto'g'ri bo'ladi. 21-asrda masalaga butunlay boshqacha qarash kerak. Butunlay boshqacha qarab, tenglar aro teng. Ya'ni hech qanaqa urush yo'q. Ya'ni buning uchun esa bu insoniyatni qaytadan tarbiyalash kerak. Hozir biz urush holatidagi odamlar, biz urush bilan bog'liq hamma narsani ta'sirida yashayapmiz biz. Tushunyapsizmi? Biz boshqacha bo'lishi mumkin emas degan bir holatda yashayapmiz. Domla, yechimlar masalasiga hali yana qaytamiz. Keling, shunga o'tib ketmaylik. Hozir yana bitta savol bo'ladi. Viktor aka, urushni jamiyat xotirasida saqlanishi, mana jarohatlar haqida gapiryapmiz. Mana shu jarayon millatni kelajakdagi tinchlik sari yurishiga, intilishiga yordam beradimi yoki o'sha xotira yangi bir qarshiliklarga turtki beradimi? Turklar amalga oshirgan genotsiddan xabaringiz bo'lsa kerak. Hozirgacha Armak xalqi shuni eslab yuradi. Vaholanki u bir asr oldin bo'lgan gap. Genotsid bo'lmadi degan rasmiy nimalar ham chiqdi, e'tiroflar. Yo'q, endi bo'lgani to'g'risida fakt bor-da. Gap shundaki 2016-yilgacha, 58-yildan beri 16-yilgacha 43 ta genotsid bo'lgan. Bu nihoyatda katta haligi ta'sir qoldiradigan, xalqlarni qalbida, ruhida, boshqa millatga, xalqqa nisbatan tajovuz uyg'otadigan haligi nima? Sindrom. Uni qaqas unutib bo'larmi ekan degan savolga ba'zan javob topa olmay qolasiz. Javob yo'q unga. Nima uchun deganda, qayerda haligi vajohatingizni yoki bo'lmasa munosabatingizni qanday bildirishingizni ba'zan o'zingiz ham sezmay qolasiz. Ba'zan mana shunaqa qaqasaligi nima? Reaksiya, rus tilida aytganda. Xalqqa ham xos qislat. Xalq ham o'zini ushlolmay qoladi ba'zan. U maydonga chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun men aytmoqchimanki, mana shunaqa genotsid, urush degan narsalarga juda bir ehtiyotkorlik bilan, hattoki qo'rqibroq munosabatda bo'lgan ma'qulroqmi deymanda. Biz haligi ko'proq haligi tarixni o'qitayotgan paytda qarang, hammasi urushdan iborat. Madaniyat to'g'risida, undan keyin bir haligi axloq to'g'risida, ma'naviy imperativlar to'g'risida gaplar tarix fanlarida nihoyatda kamdan kam uchraydi. Demak, mana shu mavzularni ham ozgina yumshatish kerakmi yoki bo'lmasa haligi bir insoniylik nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish kerakmi degan fikrga boraman. Hozir Ibn Xaldunning muqaddima asarini o'qiyapman. U yerda ham aytiladiki, bugungi umuman tarixchilarning bir xatosi borki, ko'plab tarixchilarni urushlarga raqam sifatida yondashish, bir juda jonsiz qilib berish nimasi bor, uni ko'proq tahlil qilish kerak degan fikrni ilgari suradida. Endi bilmadim, bu haligi
bizim ma'naviy haligi tarbiyaviy jarayonlarimizmi yoki bo'lmasa tarix fanini o'qitish metodikasimi qandaydir mana shunaqa agressiv tomonlarga qat'iy e'tibor berishni haligi nima qiladida, nima deydi, moyil, shunga moyilroq sezilib qoladida. Qayerda tarix to'g'risida gapirsangiz, darrov urush to'g'risida gap ochishadi. Qiyomdan keyin savol hozir har qanday urush jamiyat xotirasida saqlanishi, har qanday urush tarixiy xotirada saqlanib qoladi. Masala uni tarixiy xotirada bu saqlanib urushga yetaklaydimi yoki tinchlikkami degan savol. tarixiy xotirada saqlanib qoladi va tarixiy xotirada saqlanib qolgan voqea hodisa ma'lum bir davrlarda turlicha izohlanadi, afsuski. Turlicha tushuniladi, turlicha yondashiladi ham masala. Tarixni g'oliblar yozadi degan. Tarixni g'oliblar yozadi deganga o'xshab yozadi. Masalan, 20-asrda bizni xalqimizni tarixida ikkita voqeaga nisbatan bir izoh saqlanib qolgan. Hozirgacha ham qarib shu izoh o'zini ta'sirini ko'rsatib keladi. Temuriylar imperiyasi yemirilyapti. Temuriyzodalar o'rtasida kurashib ketyapti. Bu o'sha 15-asrning oxirlari. O'zbekxonning urug'i bo'lgan Shayboniyxon Temuriylar saltanatini Xorasongacha bo'lgan joylarini, yerlarini egallab olyapti. U Samarqand shahrini qamal qildi. Samarqand shahrida qizilboshlarni, ya'ni shiyalarni boshlab kelgan Zahiriddin Muhammad Bobur shiyalarcha kiyinib Samarqand taxtini boshqaryapti. Butun Samarqand ahli norozi bunda. Urush, qamal urushda. Hozirgacha bizni tariximizda Amir Temur bizniki, Ulug'bek bizniki, Bobur bizniki, Navoiy bizniki, O'zbekxon bizniki emas, Shayboniy bizniki emas degan qarashlar shakllanib qolgan. Urushlar natijasida bitta savol qo'yaylik. Hali 20 yoshga kirmagan shahzodani qamal qilgan kuchli tajribali lashkarboshi Shayboniy Boburni o'ldira olmasmidi? O'ldirganida nima foyda ko'rardi? Tarixiy xotirada saqlanib qolgan-ku shu. Hozirgacha Boburni Hindistonga ketib qolishining asosiy sababchi Shayboniyxon degan tamg'a bosilib qolgan tarixda. Bu o'sha o'tgan asrda maxsus ishlab chiqilgan tamg'a. Buni o'ldira olardi, osongina o'ldirardi va biz nomlarini ham bilmaydigan Temuriyzodalar qatorida Bobur ham yo'qlikka ketib qolgan bo'lardi. Shayboniy nihoyatda aqlli va uzoqni ko'radigan podsho sifatida boshqa yo'ldan bordi. U Boburni tog'asi Rashidxon Mo'g'ulistonda podsho ekanligini va uni agar xohlasa 300 ming kishilik armiya bilan Markaziy Osiyoga kelishi va har qanday podshoni yo'q qilib tashlashi mumkinligini juda ham yaxshi bilardi. Shayboniy Boburni o'ldirmadi. Shayboniy aynan Boburning opasiga, Rashidxonning jiyaniga uylandi. Boburni esa sog' omon qal'adan chiqarib yubordi. O'ldirishi mumkin edi. Bizda tarixiy xotiramizda Shayboniy yomon, Shayboniyxon davri yomon deyiladi. Endi Amir Temur saltanati o'zi ham tugab bo'lgan edi, imperiya yo'qolayotgan edi. Haligi meni Amir Temurni yomonlash haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Men Amir Temur tug'ilgan joyda, Shahrisabz tug'ilganman. Agar boshqa odamlar Amir Temurni qanchalik yaxshi ko'rsa, men 3-4 barobar yaxshi ko'rishim tabiiy holatda. Lekin tarixiy haqiqat boshqa-yu, shu tarixiy xotira boshqa bo'lib qoladi-da ba'zi joylarda. Undan keyingi Temurdan keyingi 100 yillik Shayboniylar davri bizni tariximizdan o'chirilgan. Temurgacha bo'lgan 100 yillik o'zbeklar taraqqiyot davri ham O'zbekxon 1312-yildan 1342-yilgacha O'zbeklar davlati deb ataladigan Oltin O'rdaning sharqiy qismi, ya'ni O'zbeklar mamlakati degan joyning podshosi edi. Bu jarayon ketdi. Shayboniy bilan 320 ming odam keldi. Boburning mana shu ishidan keyin qizilboshlarga qarshi Mo'g'ullar, Qalmoqlar, O'zbeklar birlashdi va Shayboniydan keyin Mo'g'ul degan tushuncha qolmadi, birlashib ketdi. Endi biz mana shu tarixni turli xotirlaganimizda o'sha sobiq ittifoq davrida o'rnatilgan tartiblar nuqtai nazaridan xotirlaymiz va hozirgacha ham shunday. O'zbekiston tarixiga O'zbekxon tarixi kiritilmaydi hozirgacha. Uni nomi bilan O'zbek-ku.
ko'chmanchi o'zbeklar, dashtli o'zbeklar degan nomlar kiritiladi. Yo'l-yo'lakay aytib ketiladi, go'yoki shunday. O'zbekxon intilishlar boshlanyapti. Bugun endi intilishlar boshlanyapti. Masalan, aynan O'zbekxon davrida juda katta islohotlar bo'lganligi, masalan, islom dini davlat diniga aylantirildi. Islom dinini qabul qilganlar o'zbeklar deb ataldi, mo'g'ullar ularga qo'shildi, qolganlari qalmoqlar bo'lib ketdi. Keyinchalik ular ham qo'shilib ketdi. Mana shu tarixiy xotira turlicha talqin qilinadi. Endi mana Viktor aka aytdilar, o'sha arablarga nisbatan genotsid, armanlarga nisbatan genotsid masalasi. Aynan mana shu genotsid deb ataladigan yoki unday mana Ulug'bek boshqacha talqinlar ham bor deyaptilar. Ataladigan voqealardan bor yo'g'i 2 yil o'tganidan keyin Qo'qon muxtoriyati ro'y berdi. Qo'qon muxtoriyatini bostirish uchun aynan Armanistonda paydo bo'lgan Dashnoq Tyun partiyasi va uning a'zolari olib kelindi va urushga tashlandi. Va bir kechada Qo'qonda 100 ming kishi o'ldirildi. 100 ming kishi o'ldirildi. Biz uni genotsid deb atamaymiz hozirgacha ham. Lekin mana shu haligi Viktor aka aytgan misol kelishi bilan bizni tarixchilarimiz xotirasiga baribir Qo'qon voqeasi keladi. Bekorga shu Qo'qon voqeasi degan asar yozilmagan, bekorga video film olinmagan, esingizda bo'lsa, bekorga olinmagan. Bu nimani anglatadi? Tarixiy xotira bor va hech qachon yo'qolib ketmaydi millat xotirasidan. Uni birinchisi, uni turlicha yozish mumkin. Bir millatni tarixiy xotirasini agar o'sha millatni etnik vakili yozmasdan boshqa millatni vakillari yozsa, unda haqiqiy tarix yozilmaydi. Mana tarixiy xotira bilan bog'liq haqiqat. Siz mana yozuvchi, jurnalistlar, Viktor aka ham yaxshi biladi. Fransiyani mana shu 20-asrdagi eng nomdor yozuvchilaridan biri Andrea Maroa. Andrea Maroa Sorbonne universitetida talabalar bilan uchrashyapti, unga savol bo'lyapti. Mana hozir angliyalik Seysni Napoleon to'g'risida 12 jildingmi Viktor aka yoki 5 jildingmi? Xullas, juda katta epik, katta tarixiy asari bosilib chiqdi. Biz bundan keyin shu asarni o'rganib, Sorbonne universitetida shu asarni Napoleon davri bo'yicha asosiy darslik sifatida kiritmoqchimiz. Siz nima deysiz degan savol beradi Andrea Marovaga. Marova aytadiki, men u asarni buyuk asarligiga, zo'r asar ekanligiga shak shubham yo'q deydi. Lekin deydi, meni hech qachon hech kim shu asarning muallifi, ingliz muallifining yuragi fransuz bo'lib urishiga hech kim meni ishontira olmaydi deydi. Bu bilan Napoleon davrini va Napoleonni fransuzlar yozgan asardan fransuzlarga o'rgatinglar degan gap chiqadi. Masala shunda. Shu nuqtai nazardan olganda urushlar tarixiy xotirani mustahkamlaydimi yoki tarixiy xotirani fosh qiladimi, tarixiy xotirani o'zgartiradi? Uchalasini ham qiladi. Maqsad qanday bajarilishiga bog'liq. O'sha boshida haligi qayd qilganimiz Avestoni yo'qotilishi tarixiy xotirani yo'qotish uchun qilingan edi. Makedonskiydan keyingi barcha istilochilar ham bir xil yo'ldan borgan. Bir xil yo'ldan borgan. Agar bizni xalqimizni urushlar bilan emas, mana shu urushlar, istilolar bilan bog'liq tarixini ko'rsangiz, bir xil ish qilingan. Hamma istilochilar, men bu demoqchi emasman. O'sha birinchi Renessansni boshlashda istilo ham, Mo'g'ul istilosi ham, undan keyingi istilo ham, birinchi Renessansgacha bo'lgan davr, Avesto istilosi ham hammasi bir ish qilgan. Tarixiy xotirani yo'qotish, barcha osori atiqalarni yo'qotish, binolarni yo'qotish. Deylikki, birinchi Renessansgacha bo'lgan birorta bino qolmagan biz yurtimizda. Hammasi yo'qotilgan. Hammasi johiliya davrining davri deyilgan tamg'a bilan yo'q qilingan. Avestodan boshqa esga oladigan biror narsa qoldirildi. Hozir yechimlar mavzusida yana o'tamiz. Endi mana urushlar haqida juda ko'p gaplashdik. Endi hozir mana shu savolda chalg'imasdan aniq qilib o'sha global yechimga, global tinchlik borasida yechimga, konseptual yechimlarga erishish yo'llari haqida fikrlaringiz qiziq. Nima qilishi kerak insoniyat global yechimga erishish uchun, global tinchlikka erishish uchun nima o'zgarish kerak? Iqtisodmi, mafkuralarmi yo inson o'zini o'zgartirish kerakmi, siyosat o'zgarishi kerakmi? Qanday fikrdasizlar? Men yuqorida gaplarim davomida teginib o'tdim bu masalaga. Tarbiya masalasi insoniyatni tamomila boshqacha tarbiyalash kerak.
komil inson masalasini qo'yish kerak va ideal jamiyat masalasini qo'yish kerak. U orzu bo'lsa ham o'sha orzuga qarab ketish kerak dedim va urushlar bilan nimagadir erishamiz degan fikrni umuman olib tashlash kerak va insonni mana shu narsaga jamiyatlarda ongli ravishda tayyorlash kerak bo'ladi. Meni bir hikoyasi bor. Mana yuqorida suhbatlarda aytildi-yu, o'sha Afrikadan qullarni Yevropaga olib kelish masalasi gapirildi. O'sha mana shu mavzu ko'tarilib qo'yilgan shu hikoyada. O'sha oq tanlilar qora tanlilarni kemaga bosib qul qilib Yevropaga olib kelayotgan vaziyat tasvirlanadi. Va qora tanlilar isyon qilib o'sha o'zlarini hojalarini 5-10 ta o'sha oq tanlilarni hammasini o'ldiradi. Kemani ichida. O'ldiradi va undan keyin juda ham xursand qilib, bayram qilib, sakrashib, keyin oradan biroz vaqt o'tgandan keyin kemani endi boshqarish kerak. Ular ummonni o'rtasida. Kemani boshqaradigan odam yo'q. O'limga mahkum. Bu adabiyot majoz tili bilan gapiradida Ilyosbek. Bu yerda juda katta masala bor-da, tushunyapsizmi? Bu jaholat, bu johillik, ko'ryapsizmi? Kemani boshqara olmaslik, bilmaslik alal oqibatda o'lim bilan yakun topadi. Tushunyapsizmi? Mana shu ma'noda demak birinchi navbatda o'sha jaholatni yo'q qilish kerak. Urush qilish ham johillarning ishi. Zaif odamlarning ishi urush qilish. Jaholatni ishi boshqacha bo'lishi mumkin emas. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Tushunyapsizmi? Keyin mana o'sha aql, o'sha idrok, o'sha saviya odamlarni orasidan har bitta sohadan munosibini tanlab qo'yishga, yo'lboshchilikka qo'yishga olib kelmog'i kerak. Bo'rilarni masalan, men hayvonlarni hayoti bilan ham qiziqaman, o'simliklarni hayoti bilan ham qiziqaman. Masalan, bo'rilarni yetakchi tanlashda eng sog'lomi, eng kuchligi, eng aqllisi, eng hushiyori tanlab qo'yilar ekan. Zaifini, har tomonlama zaifini yoki bir tomonlama zaif bo'lganda yo'lboshchi qilib qo'ymas ekan Viktor aka. Mana yayrab kulyapsiz-a? Qarang buni. Lekin biz insoniyat aqlli deyapmiz. O'zimizni koinot tojimiz deyapmiz. Endi o'ziga yarasha aqli bor. Biz bilmaymiz. O'ziga yarasha qalbi borligini ham his qilasiz. O'sha itlarni ham, mushuklarni ham qarang, qanaqa ko'z nigoh bilan qaraydi. Badiiy til bilan yo'q, faqat badiiy til emas. Faqat biz insoniyat faqatgina bizda aql bor deb o'ylaymiz. Ularda ham biznikicha bo'lmasa ham boshqacha bir aql, mehr bor. Bor shu narsa. Ko'zlarini masalan o'sha itlarni, o'sha mushuklarni bir ko'zlariga qarang, fojiali lahzalarda. Agar agar ma'lum bir o'zini holatini anglash bo'lmasa, bunday ko'zni, bunday nigohni topa olmaysiz. Nigoh bor, qarash bor. Ularda nigoh ko'raman. Viktor aka eshit olaylik hozir. Shuning uchun biz shunday bir saviyaga onglik, o'sha jaholatni yo'q qilib, bu borada Erkin Vohidov Ruhlar isyoni dostonini o'qish kerak, bot o'qish kerak. Buyuk doston shu yerda. Jaholatga qarshi isyon degan nimasi bor. Ko'zini ochgan tabibni yo'q qiladi, ko'zi ojiz odam borib oyoqlarini ostiga olov, o'tin qalaydi. Tushunyapsizmi? Mana shu holatga kelmaslik kerak. Demak, har bitta sohani o'zini haqiqiy yo'lboshchilarini qo'yish kerak o'shani boshlash uchun. Mana shu darajaga kelmoq kerak. Va buni endi 1-2 deb sanaydigan nihoyatda ko'p narsalari bor. Men endi qisqagina qilib shu ikkitasini aytdim. Rahmat. Viktor aka, global tinchlikka erishish yo'llarini siz nimada ko'rasiz? Fikrlaringiz. Endi hozir agarda mani subyektiv fikrimga quloq soladigan bo'lsangiz, ko'p narsalarni aytishim mumkin. Lekin bular ko'pincha gipoteza, faraz sifatida haligi qabul qilinadigan narsalar. Birinchidan, siyosatshunoslik fanidan urush degan so'zni olib tashlagan bo'lar edim. Ikkinchidan, o'rniga nima qo'yamiz? Buni ham aytib keting-da. Tinchlik. qolgan narsalari ko'p-ku uni. Mana shoirdan ham ko'ra ko'proq shoirsiz Viktor aka shu yerda mana. Zo'r. Endi Yaxshi gap. Keyin mana shu siyosatchilarni Ulug'bek aytganidek haqiqatan ham davlat rahbariga haligi munosiblarini qo'yish masalasini o'ylab ko'rish kerak. Nima uchun deganda haligi dushgan odamni u yoqqa qo'yish, mana bunaqa kakasalik tasoddifiy ehtiroslarga beriladigan odamlarni qo'liga hokimiyatni topshirish, siyosatni topshirish bilan barobar natijada urush xavfi saqlanib qoladi. Uchinchisi, aytadigan narsam shundan iboratki, bir kun urush bo'lgan oilada 40 yil nima bo'lmaydi? Xo'jalik bo'lmaydi.
Ko'rdingizmi? Demak, urush bo'lmasligi kerak. Biz urush bo'lmasligi uchun qayg'urishimiz kerak. Urush bo'lishi uchun, urushni yengish uchun emas. Ba'zan aytishadiki, urush bo'lmaydimi? Urushga tayyorgarlik ko'r deyishadi. Noto'g'ri pozitsiya. Urush bo'lmasligi uchun kurashishimiz kerak. Ana unda qaqas biz haqiqatan ham haligi o'zimizni insoniy sifatlarimizni va ma'naviy axloqiy imperativlarimizni inson sifatida himoya qilgan bo'lamiz. Inson optimist qilib yaratilganda, doim shu yaxshilik bo'lsa, doim ezgulik g'alaba qiladi degan ishonch bilan yashaydi. Ko'p holda mana shu optimizmga aldanadi ham. Aslida insonni umri chegarali qilib yaratilganligi bu optimizmni yo'q qiladigan asosiy omil. Yaratgan buni ham tadorigini ko'rgan, insonga abadiylikni bermagan. Endi Qur'oni Karimda hozirgina mana To'ra dedilar, o'sha Zabur ham, Tavrot ham, Injil ham muqaddas kitoblar sifatida e'tirof qilingan, samoviy kitoblar sifatida e'tirof qilingan. Bu kitoblarga e'tiqod qiluvchilar ham ahli kitob deyilgan. Injilda bir joyi bor. Yaratganni so'zi-ku. Men endi yerni qarg'amay qo'ydim. Chunki unga odam zotining yuborilgani o'zi yetarli. Odam zoti shunday yaratilganki, u qachondir nafaqat o'zining, balki yer yuzining boshiga ham yetadi degan gap berilgan, gap yozilgan. Ya'ni ba'zi arboblar, din arboblari, allomalar yer yuzi jannat qilib yaratilgan inson uchun deyiladi. Badarg'a qilingan yoki jazo berilgan odam qamoqxonaga yuboriladi, jannatga emas. Mana shu fikr, Injildagi mana shu fikr butun insoniyatga aslida bir vasiyatnomaday, bir ogohlantirish qo'ng'irog'idek bo'lish kerak-da. Yana bir afsona borki, Ibrohim payg'ambarni gulxanga solib yoqish uchun tayyorgarlik ketyapti degan xabar tarqaladi dunyoga. Hamma har xil narsani ko'tarib shu gulxanga jo'naydi. Qandaydir bir jonzot bir yog'och ko'tarib kelyapti, kimdir o'tin ko'tarib kelyapti, kimdir xas ko'tarib kelyapti. Shu gulxanni gurullatib yondirish uchun. Ko'tarib kelayotganlarning orasida bir chumoli bir tomchi suvni ko'tarib kelyapti. Uni kalaka qilishyapti, unga savol berishyapti. Sen katta gulxanni bir tomchi suv bilan o'chira olasanmi? Sen aqllimasmisan, ahmoqmisan? U o'chmaydi-yu, nima qilasan? Qo'y deyapti. Shunda chumolning bir javobi bor, rivoyatda aytiladiki, chumoli men buni yaxshi bilaman. Bir tomchi suv bilan yaxshi bilaman shunday hech narsa qila olmasligimni. Lekin yaratganni qarshisiga borganda sen shu gulxanni zalolat, qabohat ekanligini bilarding-ku. Nimaga qo'lingdan kelgan narsani qilmading degan savolni qarshisida ojiz qolaman deb qo'rqaman. Agar deyilyapti xulosa, butun dunyodagi chumollar birlashib bir tomchidan suv keltirishganda edi, ular bir dengizni boshlab kelgan va o'sha o'tni o'chirishgan bo'lar edi deydi. Ya'ni men nazarimda har bir inson qancha umri berilgan bo'lsa, shuncha umr davomida tinchlikka, barqarorlikka intilib yashash kerak. Odamlarning ongini, tafakkurini urushdan tinchlikka tomon burish uchun ta'lim deymiz, tarbiya deymiz, ma'naviy targ'ibot, tashviqot deymiz. Mana bugungi o'sha olinayotgan ko'rsatuv ham shunga xizmat qilish kerak deb hisoblayman. Shu zarrama-zarra meni bunga aloqam yo'q, bu menga uzoqda demasdan bolalarimizni, yaqinlarimizni, har birimiz butun dunyoda agar shunday harakat ketadigan bo'lsa, urushlarni oldini olish mumkin bo'lardi. Buni boshqacha yo'li yo'q bo'lsa kerak. Chumoliyni, ya'ni safi ma'lumda ezgulik tomonida. U o'chira olmaydi, bilyapti, lekin ezgulik tomonida o'zini joyini tayin qilyapti. Hamma gap mana shunda-da. Mani kuchim yetmaydi. O'sha olovni urush desak, jaholat desak, yomonlik, zulm desak, o'shanga qarshi pozitsiyasini bildiryapti. Kuchi yetmasa ham mayli. Hammamiz ham xuddi shunday chumolidek jonimiz bor, Viktor aka aslida. Chumolidek holimiz bor. Lekin muhimi pozitsiyamiz. Qaysi tomondamiz? O'sha nimada ham, o'sha Avestoda ham Ahriman va Ahramazda haqida gap boradi. Ezgulik va yovuzlik tomonlar. Ana shu ezgulik va yovuzlik tomonini qaysi tomonni yonida turishimiz
muhim. Bugun- Hayotiy pozitsiyamiz ham o'sha ezgulik tomonda bo'lishi kerak. Natijasidan qat'iy nazar. Bugun bu kichik pozitsiyalar hatto AQShni ham qo'rqityaptiki, qiyomdan Shu aka. urush haqidagi xulosani falsafasi ham shunday bo'lishi kerak edi. Har bir kishi o'zini pozitsiyasini aniq, tiniq bilishi va shuni amalga oshirish uchun mayli qo'ldan kelgan ma'lum bir ishni amalga oshirishi zarur. Mana shu Ya bu yerda endi pozitsiyalar erkin bugun pozitsiya bo'lishi mumkin emas. Qat'iy pozitsiya bo'lishi kerak. Shunday. Urushga yo'q. Всё. Yo'q, men shuni aytmoqchiman. Bugun bu pozitsiyalar Amerikadagi bir kuchli davlatni ham qo'rqityaptiki, talabalar isyon qilyapti, Falastinda qirg'inni to'xtating, genotsidni to'xtating deb chiqishlar qilyapti va hatto Garvardda universitetga xorijiy talabalarni qabul qilmaslik bo'yicha bir shartlar qo'yildi. Keyin bu sudning qarori bilan bu talab bekor bo'lgandan keyin prezident Trampni bu talab bekor bo'lgandan keyin mana bugun mayli qabul qilamiz, lekin ijtimoiy tarmoqlarni kuzatinglar. Ko'rib chiqinglar, talab mana shunday bo'lyaptiki, qani urushga va Amerikani pozitsiyasiga fikr qanaqa? Albatta qo'rqitadi, bu pozitsiyalar birlashganda katta pozitsiyaga aylanadi-da. Urush haqida, ularni keltirib chiqaradigan sabablar haqida va mana oxirida tinchlik, unga erishish masalalari haqida gapirdik. Sizlarga katta rahmat bugungi fikrlar uchun va men o'ylayman, hali mana shu yerda gaplashish kerak bo'lgan hali yana masalalar qolyaptiki, hali tinchlikni o'zida katta savollar bor. Jumladan endi shunaqa bir hali savollarni ham gaplashsa bo'ladiki, bu urush yo'q, tinchlik degan bir jamiyatlar, lekin u yerda ham zulm, nohaqlik ko'p bo'lgan jamiyatlar bor. Bu jamiyatlarni bir masalalarni falsafiy nuqtai nazardan bir tahlil qilish nimasi ham bor, ehtiyoji ham bor va keyingi suhbatlarda yana tahlil qilish kerak menimcha va bugungi suhbat fikrlar uchun, tashrif uchun sizlarga katta rahmat deyman. Xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat. Sog' Sog' bo'ling. bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.